Assalomu alaykum. Men Jamshid Muslimov. Platonning Kriton nomli dialogini o'qishni davom etamiz. O'tgan safar biz dialogning yarmiga kelgan edik. Demak, davom etamiz. Shunday ekan, diqqat qil. Agar biz bu yerdan davlatning ruxsatisiz ketsak, biror kishiga, ayniqsa zararlanishga eng kam munosib bo'lganlarga zarar yetkazib qo'ymaymizmi? Va biz adolatli deb tan olgan narsaga sodiq qolamizmi yoki yo'qmi? Kriton. Suqrot, savolingga javob bera olmayman. Uni tushunmayapman. Suqrot. Bunday o'ylab ko'r. Agar biz bu yerdan qochmoqchi bo'lganimizda yoki bu nima deb atalishidan qat'iy nazar, bu yerga qonunlar va butun davlat kelib bizga shunday savol bersa, aytchi Suqrot, nima qilmoqchisan? Sen boshlayotgan ish bilan bizni, qonunlarni va butun davlatni imkoning boricha yo'q qilishni o'ylamayapsanmi? Yoki sen sud qarorlari kuchga ega bo'lmay qolgan, balki shaxsiy mustaqil fuqarolar ularni bekor qilib yo'q qiladigan davlat hali ham ag'darilmagan holda mavjud bo'lishi mumkin deb o'ylaysanmi? Bunga va shunga o'xshash gaplarga nima deymiz, Kriton? Axir har bir kishi, ayniqsa notiq, biz buzayotgan va sud qarorlari kuchda qolishini talab qiluvchi qonunni himoya qilib ko'p narsa ayta oladi-ku. Yoki biz davlat bizga nisbatan adolatsizlik qildi va noto'g'ri qaror chiqardi deb e'tiroz bildiramizmi? Shuni aytamizmi yoki boshqa narsani? Demak, mana shu joyda to'xtayman. O'tgan safar esingizda bo'lsa, Huzayfa bu savolni bergandilar, siz ham shu savolni bergan edingiz. Zarar ko'rmasligi kerak bo'lganlarning eng zarar ko'rmaslik bo'lganlari zarar ko'rib qolmaydimi deganda savol berganda, Kriton shuni tushunmadi, biz ham tushunmadik boshida. Ya'ni mana shu bizning qochishimiz ortidan keladigan ziyonga eng noloyiq bo'lganlar, shu ziyon ko'rmaslik bo'lganlar birinchi galda ziyon ko'rmaydimi degan savolga javob berdi. Javobni boshladi. Kim ular ekan? Eng ziyon ko'rmasligi kerak bo'lgan narsalar, kimsalar, narsalar nima u? Nimani nazarda tutgan Suqrot? Savolmi bu? Sizga savol. Buni aytdi, Suqrot javob berdi bu savolga. Individual fuqarolar dedi. Ziyon ko'rmasligi eng ziyon ko'rmasligi kerak bo'lganlar. Nimalar u yoki kimlar u? Har bir shaxs, ayniqsa notiq debdi. Yo'q. Yo, o'sha mustaqil fuqarolarda nima zarar ko'radi ular? Fuqarolarga nima zarari bor? Suqrot qamoqdan hukm ijro bo'lmasidan qochib ketishdan nima zarar ko'radi fuqaro? Bu bilan qonunlarni hurmatsizlik qilgan bo'ladi. Nima zarar ko'rar ekan? Qonun. Yana nima zarar ko'radi? Qonun zarar ko'rsa, davlat zarar ko'radi. Qonun va davlat zarar ko'radi. Qonun va davlat. Davlat ya'ni polis zarar ko'radi. Oddiy savolga oddiy javob. Eng zarar ko'rmasligi kerak bo'lganlar zarar ko'radi. Kimlar ular? Qonunlar va polis. Davlat. Davlat deganda polis nazarda tutiladi. Suqrotning zamonida va Platonda davlat deganda nima nazarda tutganligi haqida biz avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganmiz. Shunga havola qilamiz. Shunga ya'ni odamlar demagan ekanda. Shunga odamlar demagan ekan. Yo'q. Odamlar nima zarar ko'radi? Odamlarga nima farqi bor? O'sha yashab o'tgan odamlarga nima zarari bor? Nima zarar? Kriton. Zeus haqqi Suqrot aynan shunday. Suqrot. Qonunlar bizga shunday desa-chi? Suqrot, davlat chiqargan sud qarorlariga bo'ysunish haqida biz sen bilan kelishib olmaganmidik? Agar biz bu so'zlardan hayratga tushsak, qonunlar ehtimol shunday derdi. Suqrot, aytganlarimizdan ajablanma, balki javob ber. Axir sen savol-javob usulini qo'llashga o'rgangansan-ku. Aytchi, bizni va davlatni nimada ayblayapsan? Nega bizni yo'q qilmoqchisan? Avvalo seni biz dunyoga keltirmadikmi? Otang bizning ruxsatimiz bilan onangga uylanib seni vujudga keltirmadimi? Ayt, nikohga oid qonunlarimizni yaxshi emas deb ayblayapsanmi?
Yo'q, ayblamayman deb javob berardim. Balki sen tug'ilgan bolalarning tarbiyasi va ta'limiga, o'zing olgan ta'limga oid qonunlarni ayblayotgandirsan. Buning uchun mo'ljallangan va otangga senga musiqa va gimnastika ta'limini berishni buyurgan qonunlar to'g'ri ish qilmaganmi? To'g'ri qilgan. Mana shu joyda to'xtang, bu muhim joylari. Boshida nima deydi? Shartnoma Suqrot shahariga chiqqan sud qarorlarini qat'iy himoya qilishdan tashqari yana biror shartnomamiz bo'lgan bo'lsa, kim bilan shartnoma? O'qing shuni birinchi Suqrot degan joydan yana bitta o'qing. Muhim joy. Qaysi joy edi u? Hozir topib olay. O'sha gapini boshlanishi. Suqrot davlat chiqargan sud qarorlariga bo'ysunish haqida kelishib olmaganmidik? Nima u kelishib olmay? Kelishib olganmi? E'tibor bering. Yo'q, Suqrotning o'zi sud qarorlariga bo'ysunish kerak deb aytadi. To'g'ri. Kelishib olmaganmidik deb aytayapti. Shu shartlashmaganmidik, kelishmaganmidik deyapti. Kim aytayapti bu narsani? Qonunlar aytayapti. Kimga? Suqrotga. Suqrot kim? Qonunlar uchun Suqrot kim? Fuqaro. Fuqaro. Fuqaro bilan qonunlar yoki davlat o'rtasida nima bor ekan? Shartnoma, ijtimoiy shartnoma, kelishuv. Tanish gap emasmi bu sizga? Social contract, tanish. Nechinchi asrda gap bu social contract? 17. Ijtimoiy shartnoma. 18-asr. Demak, o'sha Jean-Jacques Rousseau, Locke, Mill qisman va bu Mill, Gobbsdan ham ko'rish mumkin bu narsani, Demak, bu narsani birinchi marta fuqaro bilan davlat o'rtasida shartnoma bo'lishi haqida gapni birinchi bo'lib kim gapirgan ekan? Suqrot, Platon gapirdi. Platon yozgan. Biz bilmaymiz Suqrot haqiqatan shu gapni gapirganmi, yo'qmi? Har holda Platon yozgan. Birinchi bo'lib Platondan bor. Biz boshqa balkim bilmayman, qadimiy boshqa manbalarda ham shunaqa gap bordir, lekin Lok va bu shu ya'ni shu Yevropaning ma'rifat o'sha asri boshlanganda olib chiqqan g'oyasi ijtimoiy shartnomani birinchi bo'lib shu Locke yoki Jean-Jacques Rousseau yoki falonchilar aytgani yo'q, birinchi bo'lib Platon aytgan bu narsani. Manbalarda, qo'limizdagi qadimiy manbalarda. Bekorga yetishmaydi. Bekorga mana yana ko'rasiz hali. Bu shunga o'xshagan narsalar ko'p chiqadi. Bekorga yetishmaydi. Platondan keyin paydo bo'lgan g'arb falsafasi bu Platonning asarlarini hoshiyalariga yozilgan izohlardan boshqa narsa emas deyshadi. Qaysi bir g'arb falsafasini, g'oyasini, markaziy g'oyasini shu Platon bu haqida gapirib qo'ygan bo'ladi. Platon boshlab bergan bo'ladi. Bu tasodif narsa emas, bu haqiqatdan ijtimoiy shartnoma degan g'oyani o'ylab topishayotgani aynan mana shu narsadan olishgan. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bundaqangi tasodif bo'lishi mumkin emas. Qidig'i o'tgan safar biz demokratiyaga qarshi ekan Platonni xulosa qilgan edik. Xo'p. Va hozirgi prinsiplar demokratiyani bir qismi bo'lgan prinsiplarga o'xshaydi. Nimaga? Nima qonuniylik faqat demokratiyadami? Yo'q, legitimlik istalgan ko'rinishda bor. Lekin g'arbda bular demokratiyani qo'llab-quvvatlab qoldi. Farqi ham bor-da. Mana farqi demak ijtimoiy shartnoma ikkita ijtimoiy shart keling. Men savolingizni tushundim, yaxshi point, good point. Ya'ni g'arbdagi ijtimoiy shartnoma tushunchasi va Platonning ijtimoiy shartnoma tushunchasini o'rtasidagi farqni ham aytamiz. Hozir uyg'unlikni ko'rdik. Mana o'rtasida jiddiy farq bor. Mana o'qiyveramiz va shu joyga ko'rsatamiz. Davomida ochiladi. Davomida endi ochiladi, ochilib bo'lgan bo'lishi ham kerak sizga. Lekin ochiladi ham, mayli. Xo'p. Yana e'tibor bering, bu yerda sen nima yomonlik qildik senga deyapti. Bu yerda mana endi siyosiy falsafadan chetga chiqamiz. Bu hozir siyosiy falsafa edi. Endi pedagogik, didaktik, ya'ni tarbiyaviy uslubga e'tibor beramiz. Nima yomonlik qildikki, sen bizga
yomonlik qilyapsan deyapti. Shartnomani buzyapsan. Qanday shartnoma nima yomonlik bo'lishi mumkin qonunlar uchun? Bir fuqaro, e'tibor bering, bir fuqaro qonunga yoki axloqqa nisbatan yomonlik qilsa bir inson, demak butun boshqa axloqqa nisbatan yomonlik qilgan bo'ladi. To'g'rimi? Ha, Ya to'g'ri. bu logika, bu mantiqda. Ya'ni Ha, bu Suqrot logikada. qonunni buzdimi? Demak qonunlarga va davlat tuzumga nima qildi? Tajovuz qildi. Tajovuz qildi. Demak boshqalarga ham ibrat ko'rsatdi. Ha, Suqrotdek pretsedent odam bo'lib berdi. ibrat ko'rsatdi va undan tashqari inson ham ibrat ko'rsatdi. Ya'ni o'z xatti-harakati bilan o'z xatti-harakati bu bajardimi? Demak bu xatti-harakatni to'g'rini noto'g'ri deb izhor qildi, namoyish qildi. Tem bo'lsa agar u orator bo'lsa. Yo bu ahamiyati yo'q hozir. Bu ahamiyati okey. yo'q. Bu ahamiyati yo'q. Axloqiy nuqtai nazar, prinsipga. Hech narsani eslatmayaptimi bu sizga? Sen shunday xatti-harakat qilishing kerakki, bu axloqiy qonunga aylanish kerak. Kim gapirgan bu narsani? Sen yo'q. Adashdim. To'xtang. Yo'q, sen shunaqangi axloqiy qaror qabul qilasanki, butun insoniyat uchun bu to'g'ridek bo'lib qoladi. Noto'g'ri xatti-harakat qilsang, demak butun insoniyat uchun to'g'ridek qilgan bo'lasan. Nietzschemi? Yo'q. To'xtang. Hozir topaman. Hop, suhbatdoshlarimizda bu savolga javob yo'qmi? Lekin o'sha mutolaada chiqqan falsafaga o'ta qisqa tanishtiruvning 2-bobida shunga ko'rsatgan muallif. Edward Craig shunga ishora qilgan. Qani hech kimda bu savolga javob yo'qmi? To'xtang. Hammaga misol bo'lasan deyapti. Hammaga misol bo'lasan. Yana shu hozirgi zamon, modern zamoniga qarang. Modernda kim bor? Ko'pim Montesquieu bor. Imperativ to'g'risida eshitmaganmisiz? Mara axloqiy imperativ degan narsani eshitganmisiz? Eshitgan edim. Immanuel Kant? Kant. Immanuel Kant? Immanuel Kant sen shunday axloqiy qaror qabul qilasanki, butun axloq uchun qonunga aylanib qoladi deydi. Shuning uchun qadamingni bosayotganingda o'ylab bosgin deydi. Nietzscheda boshqacha bu narsa. Hozir Nietzscheni aralashtirmaymiz. Nimani ko'rdik? Ya'ni kim birinchi bo'lib aytayapti bu narsani? Yana Platon aytayapti. Ijtimoiy shartnomani ko'rdik. Moral imperativ ko'rdik. Moral axloqiy imperativni ko'rdik. Yana Platondan kelib chiqyapti bu narsa. Qo'yib. Endi tarbiyaviy jihatga e'tibor beradigan bo'lsak, qandaydir mafhum tushunchani qandaydir bir obraz bilan mujassamlashtirib tasvirlash uslubini prozopopeya deyiladi. Prozopopeya uslubi bor. Prozopopeyani yana shu zamondagi faylosuflardan eslaymiz. Kim qo'llaydi? O'zini falsafiy asos qilib. Qarang, e'tibor bering, juda to'g'ridan to'g'ri analogiya. Farq bor o'rtasida, lekin shu nusxa olinganligi ko'rinib turadi. Kimni ko'ryapmiz hozir? Kim odam timsolida, ayol timsolida mujassamlashyapti? Kimni? Ayol timsolida? Ayolmi, erkakmi farqi yo'q. Odam timsolida kimni? Bu yerda jinsli aloqasi yo'q bu yerda, ha? Leviafanmi? Leviafan? Gobbs. Leviafan, Gobbs. Demak, davlat kelishmaganmidik deb qonunni anaqa qilyapti. Bu jon kirgizganda qonun gapirayotganday qilyapti. Bu mana e'tibor bering, lekin mana Leviafan o'z aslida Leviafan bu Bibliyadagi dengiz maxluqi. Timsohga o'xshagan maxluq. Lekin Hobbes o'zining Leviafan asarini nashr qilganda Leviafanni inson suratida nima qiladi?
ko'rsatadi. Tasvirlidimi? Bir tasvirli kitob muqovasida Hobbesning anaqasi bo'yicha, Hobbesning zakazi bo'yicha, buyurtmasi bo'yicha kitobning uning hayotli paytida kitobning Qanaqadir devsimon odammi? devsimon podshoh boshida toji bor, juda katta bir odam va u turli ko'p odamchalardan iborat bo'lgan maxluq. Bu demak tizim aslida. Bu qanaqadir bir egregor, bir tizim. Egregor. Bir shunaqangi bir katta tizim, lekin uni nima deydi, uni nima deb nomlashadi, yana o'ladigan xudo deyishadi, ya'ni. Bir xudo emas aslida, lekin bir shunaqangi bir mavjudot qilib tasavvur qiladi. Ya'ni bu prozopopeya bu. Nimani ko'rdik? Ijtimoiy shartnomani ko'rdik. Moral imperativni ko'rdik. Imperativ ko'rdik. Leviafanni ko'rdik. Bitta kichkinagina abzatsda butun g'arb falsafasini, hozirgi zamon g'arb falsafasini taxlab tashlagan. Tushunarli? Bu ham tasodif emas. Bu ham tasodif. Keyin endi prozopopeya uslubiga haqida gapiramiz. Yana kim qo'llaydi? Prozopopeyani. Shu uslubni yana kimni bilasiz? Leviafanni to'g'ri topdingiz, yana bor. Mashhur Nietzsche. Qaysi kitobda? Zardush tavallosida. Zardush tavallosida unda Platondan shunda olib qo'ygan. Unda bu yerda bu matnda qonun bilan davlat bo'lsa, Nietzscheda kim? Hayot bilan falsafa. Hayot bilan falsafani qo'llaydi. Bu xuddi uslubni qo'llaydi. Xenofont ham bu uslubni keltiradi, faqat boshqa bir Yunon muallifin keltirgan bir asaridan keltiradi. Gerakl bir buzuqlik bilan to'g'rilik bilan uchrashadi. Buzuqlik va to'g'rilik ayol timsolida ularga Geraklga uchrashadi va ular bilan suhbat quradi. Demak, bu shunaqa uslub, bu qadimdan bor bu uslub. Shuni jiddiy falsafaning asosi bo'lib qo'llaniladi va shu bilan birga tarbiyaviy uslubi, tarbiyaviy ahamiyatga ega bunday yondashuvni. Men bir misol keltiraman. Hayotdan olingan misol. Men bu narsani real odamdan eshitganman. Bir kishini farzandi, o'g'limi, qizimi ahamiyati yo'q. O'zini badanida qanaqadir bir jarrohlik amaliyotini oshirmoqchiligini otasiga aytadi. Jarrohlik. Yo, bu hech qanaqangi kamchilikni kesish emas, kamchilikni olib tashlash emas, tuzuk bir jarrohlik va shu bilan birga tatuirovka va boshqa har xil narsalarni taqish, bir shunaqa bir ko'rgansiz-ku, shunaqa ahvolga o'zini solmoqchi bo'lishini otasiga aytadi. Otasi unaqa qilma deydi. Nimaga? Mening badanim mening ishim deydi. Mayo telo, mayo delo. Eshitganmisiz shunaqa gapni? Eshitganman. Buni ko'proq yoshlar, shu isyonkor bo'lib, shu narsani otasiga aytadi. Shunda otasi aytadiki, "Sani hayotda do'sting bormi?" deydi. Hayotda do'sting. Bor, tanishlarim. Endi tasavvur qil, sen bitta do'sting bor, o'rtog'ing bor. Senga faqat yaxshilik qilib kelgan. Senga faqat yordam bergan. Seni faqat himoya qilgan. Seni faqat qo'llab-quvvatlagan. Senga faqat xizmat qilgan do'stni tasavvur qil deydi. Tasavvur qilyapsan, shunaqa do'st bo'lishi mumkinmi? Hop, bo'lishi mumkin. Tasavvur qildim. Endi shunda olyapsan-da, ruchkani olyapsan-da, shuni do'stingni yuziga chizib tashlayapsan. Do'stingni olyapsan-da, o't betini kesyapsan. Do'stingni olyapsan-da, uni bir narsa bilan zaharlayapsan. U senga aytibdi, "Nima qildim senga?" Tili bor. Men senga faqat yaxshilik qilib kelganman. Nima uchun mendan beruxsat men bilan shunday ish tutyapsan? Men senga nafaqat yomonlik qilmadim, balki faqat senga yaxshilik qildim desa, do'sting haq bo'ladimi? Haq bo'ladi. Haq bo'ladi deydi u farzandi ham. Haq bo'ladigan bo'lsa, endi tasavvur qil, do'sting soqov, tili yo'q. Gapira olmaydi. Bu senga shu do'sting bilan xuddi shunday ish tutish huquqini beradimi senga? Axloqan to'g'ri bo'ladimi insoniylik jihatdan? Bermaydi. Yo'q, noto'g'ri bo'ladi. Do'st bu qonun. Yo'q, qonun emas. Do'st yomonlik, shu do'stingga yomonlik qilish.
keyin axloqan bir insoniylik nuqtai nazardan yo'q albatta tili bo'lmasa zaboni bo'lmasa ham men unday qila olmayman deydi. Nega unda badaning bilan shunaqa qilasan deydi. Sendagi badan, sendagi tanang senga xizmat qilib kelyapti. Sen uchun ishlab kelyapti. Senga yordam beryapti. Seni qo'llab-quvvatlayapti. Senga rohat beryapti. Va tili yo'q u do'stingni. Va sen yaxshi savol beribsiz. mening badanim mening ishim deysanmi? Mening do'stim mening ishim deysanmi? Shunda nima yomonlik qildi senga bu badan? Nima uchun sen bu bilan bunaqangi bir xuddiki bir mulkdek munosabatda bo'lasan? desa o'ylab qoladi farzand. Shu savolga javob bera olmaydi va shu ishidan qaytadi. Demak, prozopopeya haqiqatan mana shunday bir tarbiyaviy ham ya'ni evristik ham ya'ni bilimni yetkaza oladigan didaktik, evristik bir murakkab evristika deganda murakkab bir qandaydir g'oyani, konseptni osonroq yetkazish uchun yordam beradigan uslub. Prepedevtikaga o'rganyapmiz, bir demak Platondan o'rganyapmiz. Nima savol ekan? Huzayfa so'rayaptilar, agar do'sti tilga kirsa-yu bu unga yoqayotganini aytsa-chi, buni qanday bilasiz? Ishonasizmi bu narsaga? Ishonchlimi? Shunda hozir mana siz qanchalik bu real bu narsa olyapsiz, yuziga ruchka bilan chizib tashlayapsiz. Unga stepler bilan qisyapsiz, ha? Har xil narkotik modda zaharlini qilyapsiz. Bu ishonasizmi shu narsa bo'lishiga, do'st shunaqa deyishiga yoki haqiqatdan yoqadi desa do'sti. Lekin siz bilasiz, u yoqadi. Nima qilsangiz roziman, nima qilsang ham men roziman, men indamayman desa, lekin obyektiv ziyon yetkazayapti-ku. Obyektiv ziyon bor-ku. Ziyon bor ekan. Bu misol uchun hech kim o'ziga obyektiv ziyonni xohlamaydi. Mabodo buni esi yo'q bo'lib, unga ziyon qilishga oqlamaydi. Misol uchun ko'chada jinni bola yuribdi, tavba qilin. Endi jinni deyish noto'g'ri. Aqli ojiz inson. Aqli ojiz insonning qo'lida pul bor. Aqli bor odam qo'lida pulini tortib olyapti, aqli ojiz bunga qarshi emas. Bu axloqan to'g'ri bo'ladimi? Aqli ojiz inson rozi-ku bunga. To'g'rimi? Demak, agar bilmadim savolga javob bera olgan bo'lsam, bu shunaqangi bir uslub. Bu o'psin yo'q yoqmasligini ham aqlimiz hal qiladi в конце концов. То есть to'g'ri noto'g'riligini obyektiv baholab. Xo'p. Va yana bu yerda aytayaptiki, nima yomonlik qildikki deyapti. Aynan biz tufayli, ya'ni qonunlar tufayli otang va onang qonuniy nikohlandi. Afina fuqarosi bilan nikohlandi va sen Afina fuqarosi bo'lib tug'ilding. Imtiyoz bilan tug'ilding. Bu imtiyozni senga nima beryapti? Polis beryapti va qonunlar beryapti. Nimaga sen qarshi chiqyapsan? deyapti. Va shu bilan birga aynan mana shu qonunlar talabi bilan otang seni gimnastik va musiqiy ilmlarga yo'naltirdi. Musiqiy deganda bu yerda ashulani, muzikani tushunish kerak emas, bor nafis ilmlar, nafis bilimlar va jismoniy bilimlar. Buning ichiga nafis bilimlarga she'riy, ritorika, balki matematika va boshqa turli xil bir fanlar, o'sha zamonning fanlari ham kiradi. Gimnastika va ya'ni jismoniy mashqlar uni askar, barkamol bo'lib yetish uchun bo'lgan bir ta'lim. Demak, Suqrotga ham ozmi ko'pmi bu imtiyozdan foydalangan va bu narsa imtiyoz Afina fuqarolarida bo'lgan. Senga shuncha faqat imtiyozlar berib keldik. Endi bizga shunaqa bir tajovuz qilasan. Sening sud chiqarib qo'ygan hukmga qarshi chiqib qamoqdan chiqib ketishing bu qonunga zid. Albatta hukm adolatsiz deb sen tan olyapsan, lekin qonuniy ravishda bu hukm chiqqan. Qonuniy ravishda hukm chiqqanligiga senda e'tiroz yo'q deyishyapti. Mana davomini o'qing. To'g'ri qilgan derdim men. Juda soz. Tug'ilib, ta'lim tarbiya olgach, avvalo o'zing va ota-bobolaringning bizning zurriyotimiz va qulimiz ekanligini inkor eta olasanmi? Agar shunday bo'lsa, e'tibor bering. Demak, uzr bo'ldim bu yerda. O'ta patriarxal davlat. Bu qadimiy bir qonun bor. Bu qadimiy qonun borki, juda ko'p xalqlarda uchraydigan qonun.
bola otaning mulki. Bola otaning mulki. Otasi bolasini o'ldirsa hech qanaqangi jazo bo'lmagan. Hattoki rебёнок rus tilidagi rебёнок so'z aslida rabёнок. Voy. Rебёнок degani rabёнок degani. Ya'ni ota-onasining quli. Bu hamma Osiyo, Yevropa xalqlaridagi bir udum. Bu patriarxal shunday tuzum. Va aytayaptiki, sen otangni mulksan, otang, onang sen uchun ehtiromli, lekin qonunlar va polis ehtiromi undan ham yuqoriroq. Sen ota-onangning quli bo'lsang, aslida ota-onang ham bizning qulimiz va sen ko'proq bizga qulsan, ota-onangga qul bo'lgandan ko'ra deyapti. Polisga va qonunlarga. O'qing. To'g'ri qilgan derdim men. Agar shunday bo'lsa, nahotki biz bilan tenglashishga haqli deb o'ylasang va biz senga nisbatan qanday munosabatda bo'lishimizni adolatsiz deb hisoblasang, yoki sen otang va xo'jayining oldida o'zingni teng huquqli deb hisoblamasding, shuning uchun ulardan biror narsaga duchor bo'lganingda ularga qarshilik ko'rsata olmasding, haqoratga haqorat, kaltakka kaltak bilan javob bera olmasding va shunga o'xshash ko'p narsalarni qila olmasding deb o'ylaysanmi? Ammo vatan va qonunlarga nisbatan bularning barchasini qilishga haqli deb bilasanmi? Shuning uchun agar biz buni adolatli deb hisoblab seni yo'q qilmoqchi bo'lsak, sen ham bizni qonunlarni va vatanni qo'lingdan kelgancha yo'q qilmoqchisan. Shunday qilib, o'zingni adolatli ish qilyapman, haqiqatan ham ezgulik uchun qayg'uryapman deb da'vo qilasanmi? Yoki sen shunchalik donishmandmisanki, vatan ota-onadan, boshqa ajdodlardan qimmatliroq ekanini, hurmatga sazovorroq, muqaddasroq, xudolar va aql idrokli odamlar uchun muhimroq ekanini payqamayapsan. U g'azablanganda uni hurmat qilish, unga bo'ysunish, unga otadan ko'ra ko'proq xush kelish kerak. Vatanni yo tushuntirish, yo u buyurganini bajarish kerak. U biror narsaga chidashi buyursa, xotirjamlik bilan chidash lozim. Bu jismoniy jazo yoki qamoq bo'ladimi? U jangga, jarohatlarga yoki o'limga yuboradimi? Bularning barchasini bajarish kerak va bularning barchasini adolatli, dushmanga yon bermasdan, undan qochmasdan, o'z safini tashlamaslik kerak. Urushda ham, sudda ham, hamma joyda davlat va vatan buyurganini bajarish kerak. Yoki adolat talab qilgan joyda uni tushuntirish lozim. Onaga yoki otaga zo'ravonlik qilish nomaqbul. Bu vatanga nisbatan yanada ko'proq nomaqbuldir. Bunga nima deymiz? Mana e'tibor bering, shu joyda to'xta, e'tibor bersangiz, vatan deyapti. Vatan demak otangdan ulug' degan gap mana shu yerdan ko'rsa bo'ladi. Vatan seni urushga yo'naltirdimi? Demak, sen shu vatan yo'lida o'lishing kerak. O'lish kerak bo'lsa, urush kerak, jangga chiqish kerak. Vatan senga ayblov qo'yib hukm qo'ydimi? Demak, shu narsani qabul qilish kerak. Agar shu vatan yoki qonunlar, endi vatan qonunlarga suyangan holda senga adolatsiz hukm chiqarayotgan bo'lsa, demak sen nima qilishing kerak? Go'yoki agar otang senga zulm o'tkazayotgan bo'lsa, seni fikringcha noto'g'ri qandaydir bir ish qilayotgan bo'lsa, nima qilishing kerak? Eng ko'p qila oladigan narsasi nima? Fuqaroning tushuntirish deyapti. Tushuntirish, yetkazish va shuni qabul qilgandan keyin, ya'ni polis haqida gap ketyapti. Polisning o'zining qandaydir tartibiga ko'ra, protseduralariga ko'ra u yoki bu qonunga o'zgartirish kiritish mumkin. Va faqat sening tushuntira ishing kerak. Tushuntira olsang, tushuntira olmasang nima qoladi? Faqat itoat qilish, bo'ysunish qoladi. Itoat qilish qoladi. Demak, faqat tushuntirish, itoat qilish, bo'ysunish. Isyon qilish mumkin emas. Tushunarli? Yoki albatta chiqib tashlab ketish mumkin. Polisdan tashlab ketish mumkin. Bu degani to'laqonli fuqarolik imtiyozlardan voz kechishni anglatadi. O'ziga soladi deyapti-ku qonunlar. Shuncha foydalanding shu paytgacha qonunlardan. Endi uni soladi, noto'g'ri ish bo'ladi. Lekin hukm chiqarib qo'ygandan keyin ketsa, bu yomon bo'ladi. Tushunyapsizmi? Yomon bo'ladi. Mana shu yo'q, men bu qonunlarni qabul qilmayman, men noroziman deb chiqib ketish bor, bu yomon. Lekin undan yomonrog'i urushga yuborganda, yo'q, men yuborgandan keyin o'sha yoki vatanga dushman yopirilib bostirgandan keyin men bu vatandan ketaman desa, bu undan ham yomonroq bo'ladi. Yoki vatan
vatan bu hukm chiqarib unga qandaydir bir jazo qo'llaganda ham men bu qonunlarni tan olmayman desa, nima bo'ladi? 200lamachilik bo'ladi. Oxiriga kelibdi deyotgani uchun. O'qing. Xo'p, to'g'rimi gapiryaptimi yo'qmi desa Kriton javob beryapti. Menimcha to'g'ri. Suqrot. Mana Suqrot deyish mumkin qonunlar. Sen bizga nisbatan adolatsizlik qilmoqchi ekanliging haqidagi so'zlarimiz to'g'rimi o'ylab ko'r. Darhaqiqat biz seni dunyoga keltirib, boqib, kattartirdik, tarbiyaladik. Senga va boshqa barcha fuqarolarga qodir bo'lgan eng go'zal narsalarni baxsh etdik. Shu bilan birga biz har qanday afinalikka u dokumentsiyadan o'tgach va davlat ishlari hamda biz qonunlar bilan tanishgandan so'ng bunday imkoniyat beramiz. Kimga biz yoqmasak, u o'z mol-mulkini olib, xohlagan joyga ketishi mumkin. Demak, fuqarolik ma'lum bir yoshga yetgandan keyin 18 bo'lsa kerak, hozir aniq bilmayman. Ma'lum yosh yetgandan keyin fuqarolikni olish Afinaning fuqarosiga rasman qabul qilinish marosimi bor. Va bu marosimda albatta bu Afinaning asosiy qonunlari, ya'ni konstitutsiyasi tushuntiriladi. Yo men bu konstitutsiyani qabul qilmayman desa, bu mol-mulkini olib chiqib ketishi mumkin. Ya'ni mol-mulkini olib degan joyi bekorga emas. Bu demak bularning qonuni bo'yicha shunaqa, lekin ba'zi bir qadimiy bir qonunlar bo'yicha ba'zi bir qabiladan yoki shahardan mol-mulkini tashlab ketdi. Chunki bu mol-mulkini bizni shahrimizda orttirding deyapti. Lekin Afinada mana ko'rib bundan bilyapmizki, narsani ham olib ketaverdir ekan. Esingizda bo'lsa, bu narsa qaysidir sahoba Makkada sahoba Makkani chiqib ketayotganda Makkani aholisi to'xtatib aytadiki, mushriklar aytishadiki, mol-mulkingni tashlab chiqib ket deyshadi. Bu mol-mulk shu yerda orttirding deyshadi. Rumiy degan bir odamga, Suhayl Rumiy shekilli, ismi esimda yo'q, mol-mulkingni tashlab ket deyshadi. Shunaqa bir qonunlar demak udum bo'lgan ekanda, agar men bu noroziman bu yerda yashayman deb chiqib ketsa. Lekin Afinada o'sha vaqtda mol-mulki bilan chiqib ketish huquqi bo'lgan. Boshida, ya'ni uni fuqarolikni qabul qilish marosimi bo'layotgan vaqtda, undan oldin yoki darhol bundan keyin, ya'ni fuqarolikdan voz kechish protsedurasidan o'tish mumkin edi. Qilmadingmi? Demak, bu yoqga itoat qilishing kerak. Demak, nima bo'ldi? Shartnomaga imzo, de facto shartnomani qabul qilgan bo'ladi. Tushunarli-a? Ha, tushunarli. Yo, savol bo'lsa berib ketavering, savol bo'lsa. Yo'q, savol yo'q, tushundim. Hop, o'qivering. Hop. Demak, bizdan qonunlardan hech biri sizlarning birortangizning koloniyaga borishiga to'sqinlik qilmaydi va man etmaydi. Agar biz va davlat unga yoqmasa, agar u boshqa joyga ko'chmoqchi bo'lsa, u o'z mol-mulkini olib istagan joyga ketishi mumkin. Sizlardan kim qolsa va bizning sudlarimizda qanday hukm chiqarishimizni, davlatni qanday boshqarishimizni ko'rsa, u biz bilan kelishuvga kirgan va biz buyurgan barcha narsalarni bajarishga rozi bo'lgan deymiz. Bizga bo'ysunmaydiganlarga esa ular 3 karra adolatsizlik qilayotganini aytamiz. U bizga o'z ota-onasiga bo'ysunmayapti, balki bizga o'z tarbiyachilariga bo'ysunmayapti. U biz bilan kelishuvga kirgan holda bizga bo'ysunmayapti va agar biz biron noto'g'ri ish qilsak, bizni to'g'rilamayapti. Garchi biz buyruqlarimizni bajarishni qo'pol tarzda emas, balki taklif qilsak-da va unga ikkisidan birini tanlash imkoniyatini bersak-da, yo bizni to'g'rilash yoki buyruqlarimizni bajarish. U bularning hech birini qilmaydi. Suqrot qilganmi shu narsa? Qonunlarni o'sha o'zgartirishga hissasini qo'shganmi? Harakat qilganmi shu narsani? O'zi. Suqrot deyishizlar kengashda bo'lgan. Biografiyasida ko'rdik-ku, ozgina muddat bo'lgan ekan. Keyin juda falsafiy yondashgani uchun keyin chiqib ketgan ekan. Apologiyasida aytdi, sudda to'g'risini aytganimni qabul qilmadi hech kim dedi. Yo'q. Qonunlar bu odamlarning ishini noto'g'ri degan, adashtirmang. Siz agar dengiz o'sha zobitlarini noto'g'ri hukm qilishganligi haqidagi gapini eslasangiz, buni afinaliklar ham qabul qiladi noto'g'ri hukm bo'lganligini. Qonun buzilgan unda. Suqrot qonun buzilyapti degan. Adashtirmang. Qonunlar, ya'ni davlat qonunlari va davlat siyosatiga zid ravishda u odamlar bu zobitlarni samasud qilishgan.
va Suqrot bunga qarshi chiqqan. Bu qonunlar himoyasida chiqyapti Suqrot. Lekin qonunlarda, protseduralarda xato bo'lsa, ana o'shalarni tuzatish kerak bo'lgan narsa haqida gap ketyapti. Tushunyapsizmi farqini? Ko'ryapsizmi? Savol, Suqrot buni ishni bilan shug'ullanganmi? Qonunlarni to'g'rilashga harakat qilganmi? Yo'q, apologiyadan eslang, Kritondan, o'sha apologiyadan eslang, boshqa manbaga eslab o'tirmang. Yo'q, qilmagan. Esingizda bo'lsa, uni ayblovchilar shunda ayblashgan Suqrotni, davlat ishlarida, polis ishlarida ishtirok etmaydi deb. Ha, ishtirok etmaydi deb ayblashgan. Keyin u o'zini oqlagan. Nimaga? Men falsafiy yondashaman. Falsafiy yondashaman. Xullas, u aytganki, Yana falsafiy yondashaman. o'zimni ham sizlarni ham halok qilardim degan. Ha, nimaga halok qilardi? O'zi halok bo'lardi. Demak, qanday yo'l tutgan? Ikki xil yondashuv haqida aytganmiz bunda. Yo o'sha noto'g'ri qaror chiqarib qo'yardi yoki o'zi to'g'ri deb bilgan qarorni qabul qilganligini ular ko'tarish olmasdi, qabul qilish olmasdi. O'sha ikkinchisi ko'proq, o'sha ikkinchisi. Lekin u hech qanaqa harakat qilmagan. Sababi nima? Nimaga harakat qildi? To'g'ri, halok bo'lishi mumkin degan gapingiz to'g'ri. Nimaga halok bo'lishi mumkin edi? Endi Kriton gapini, Kriton va apologiyani ham eslang. Nimaga halok bo'lishi mumkin edi? Hop, Suqrot o'zini предназначениясini, ya'ni o'zini missiyasini odamlarni bilmasligini bildirishga o'rgatishda deb ko'rdi. To'g'ri. Mana, savol boshqacharoq beraman, noto'g'ri berdim shekilli. Nimaga halok bo'lishi mumkin edi? Nimaga uni qarorini odamlar ko'tara olmasdi deyaptilar? Nimaga ko'tara olmasdi? To'g'ri, buni Odilxon ham aytdilar, Huzayfa ham yozyaptilar. Nimaga ko'tara olmasdi? Chunki Suqrot masalaga falsafiy yondashar ekan. Yo, shu falsafiy yondashadi degan gapni olib tashlang, iltimos. Bu ortiqcha. Bizga xalaqit qilyapti bu narsani tushunishga, matnni, Suqrotni tushunishga. Falsafiy yondashuv degan so'zga iborani o'zi yo'q Suqrotda. Platonda. Yo'q, mana ko'ryapmizki, nimaga odamlar pragmatik, realistik yondashuvdan ko'ra nimaga odamlar yana Suqrot haqida gapiryapsiz. Suqrot haqida gapirmaydi. Nimaga odamlar ko'tara olmasdi? Kritonni eslang, Kriton oldingi suhbatimizni boshini eslang. Kriton o'ta realist edi, o'ta Kritonni haqida emas, Kriton dialogini boshini eslang deyapman. Dialogini. Nimaga odamlar ko'tara olmaydi? Odamlar nimaga ko'tara olmaydi? Achchiq-xato odamlar yuziga aytardi. Nimaga hop achchiq haqiqat? Yo, odamlar nima? Sen bizga haqiqatni aytding, shuning uchun men seni o'ldiraman deyshadimi odamlar? Nima deydi? Nima deyish tursin? Nima sababdan? Bu fundamental masala. Bu Suqrotning filosofiyasining fundamentida turibdi bu narsa. Nimaga ko'tara olmaydi? Nimaga ko'tara olmaydi? Nima degani ko'tara olmaydi degani nima degani? E'tiroz qilishadi. E'tiroz qilishadi, qabul qilsa olmaydi. Nimaga e'tiroz qiladi? Nimaga e'tiroz? Hech narsani bilmasligiga aloqadormi? Albatta Huzayfa. Aytyapsiz, to'g'ri yozyapsiz. Ommada xalqda nima yo'q? Bilim yo'q. Bilim yo'q, bilim bo'lmaganligi uchun ular to'g'ri narsani noto'g'ri deb biladi, noto'g'ri narsani to'g'ri deb biladi. Bu fundamental narsa-ku, bilim masalasi Suqrotda bu markaz, bu radikal bir nuqta bu. Uni unutib qo'yish kerak emas-da, bu har doim shu haqda. Lekin shu yerda ziddiyat bor. Nimani agar odamlarda bilim bo'lmasa, odamlar bila olmasa, qanaqa qilib qonunlarga o'zgartirish kiritish mumkin edi? Lekin Suqrot o'zgartirib bo'lmasa ekan deb tashab qo'ymadi-ku, nima qildi? Sudga hammani to'plab gapirib berdi. Ya, suddan oldin. Nima qildi? Yo, bozorlarda prikchilar qilgan. Mana, to'xtang. Mana polis turibdi, mana polis. Polisning holatidan va aholisini o'zini tutishidan ko'ngli xotirjanmi Suqrotni?
Yo'q, xotirjam emas. Xotirjam emas. Uni tuzatish uchun nima ish qilyapti? Nima ish qildi? Bilmasligini biladigan shogirdga chiqardimi, deyaptilar. Yaqin keldingiz. Odamlarga borgan, eng kattalarga Qaysi odamlar? borgan, Qaysi odamlarga? shaharning eng aqllilariga, strategga borgan, Ya strategga Shoir- borib shoirlarga borgan. Yoshlarga deyaptilar. yoshlarga. Qaysi yoshlarga? Afinani ertaga majlisda o'tirishi kutiladigan Aristokrat yoshlarga. Huzayfa aytdilar. Nimaga shu Odilxon mana bu oddiy elementar javoblar-ku. Aristokratlarga. To'g'ri Huzayfa javob berdi. Aristokratlarga, elitani bolalarini bilan suhbatlashgan. Chunki ertaga ular hukmron bo'ladi. Bu Alkiviyatni nimaga ovlab yurgan yoshlik paytida? Alkiviyatdan bu kelajakdagi shu yana bitta periklni ko'rgan. Suqrot. Har kimga emas, oldiga boshqa odamlar teyakni eslang, oldiga davlat ishini o'rganmoqchiman desa, qaytaradi undan. Har kimga emas. Demak, u meritokratik boshqaruv tarafdori, demokratikda boshqaruv emas. Bu esa faqat keyingi avlodni tarbiyalash bilan bo'lishi mumkin. Suhbatiga tortib. Hech bo'lmasa kritik fikrlashni o'rgatmoqchi, savol ostiga olishni o'rgatmoqchi bo'lgan Suqrot. Mana shu orqali polisni tuzatmoqchi bo'lgan. Tushunardi-ya? Xo'p, o'qing. Sen ham Suqrot, agar niyatingni amalga oshirsang, ayniqsa sen boshqa afinaliklarga qaraganda ko'proq shunday ayblovlarga duchor bo'lasan deb ta'kidlaymiz. Agar men nega endi desam, qonunlar ehtimol haqli ravishda menga e'tiroz bildirib, barcha afinaliklar orasida aynan men ular bilan bunday kelishuvga kirganligimni ko'rsatib o'tishardi. Ular shunday deyishardi: Suqrot, bizda sen bizni ham, davlatni ham yoqtirganingning ishonchli dalili bor. Agar u senga ma'qul kelmaganda edi, sen boshqa afinaliklarga qaraganda bu yerda bo'lishni afzal ko'rmagan bo'larding. Sen hech qachon e'tibor bering, yoqqanligi shartnomani qabul qilganligi bilan tenglashtiryapti. Tushundingizmi? Chunki ijtimoiy shartnoma masalasida bu allaqani Edward Craigning kitobida keladi. Ijtimoiy shartnoma. Kim imzolagan ijtimoiy shartnomani? Qachon imzolagan? Nimaga men kim aytdi? Shunaqa bir o'rtamda kontraktim bor deb. Siz imzolagan, men ham imzolamaganman. Yoqqanmi sen bu yerda yashaganmisan? Shu narsani pasportingni ko'tarib yurganmisan? pasport olganman. Imtiyozlardan foydalanganman. Shartnomani qabul qilding hisob. Hattoki fuqaroda emas, xorijiy fuqaro. Xorijiy fuqaro qonunlar asosida qanaqadir bir hujjat asosida yashayaptimi, qo'qu turist ko'rinishda bo'lsin. Uni statusi kim? Turist. Uni statusi kim? Vaqtinchalik yashovchi. Immigrant. Statusi bo'lyaptimi? Demak, u shu yurtning qonunlarini qabul qiladi. Migrant degan status yo'q. Bu yuridik termin emas migrant. Migrant degan yuridik termin yo'q. Bu tamg'a. Migrant so'zi bu stigma, bu tamg'a. U hech qanaqangi huquqiy asos yo'q gap bu migrant. Vaqtinchalik xorijiy fuqaro, vaqtinchalik mehmon va hokazo har xil statuslar bor, lekin migrant degan status yo'q. Adashtirmang. Xo'p. Tushundim. O'qing. Xo'p. Agar senga ma'qul kelmaganda edi, sen boshqa afinaliklarga qaraganda bu yerda bo'lishni afzal ko'rmagan bo'larding. Hech qachon davlat chegaralaridan tashqariga chiqmading. Faqat bir marta Estonga borgan paytingni hisobga olmaganda. Na Fiorega, na boshqa joyga bordingki, faqat harbiy yurishlarda qatnashding. Sen boshqalarga o'xshab hech qayoqqa ketmading. Boshqa davlatni, boshqa qonunlarni bilish istagi seni chulg'ab olmadi. Biz va davlatimiz sen uchun yetarli edi. Sen bizni shu qadar afzal ko'rdingki, bizning boshqaruvimizda yashashga rozi bo'lding. Buning ustiga sen farzandlaringni ham shu davlatda ko'paytirding, chunki u senga yoqardi. Bundan tashqari, agar xohlasang, sud jarayonining o'zidayoq o'zingga jazo sifatida surgun qilishni tayinlashing mumkin edi.
Va o'shanda davlatning roziligi bilan hozir uning roziligisiz qilmoqchi bo'lgan ishingni qilgan bo'larding. Sen o'shanda Agar maqtanib, to'xtang, mana agar o'shanda badarg'a bo'lishni tanlaganda aslida bu o'sha matnning eng tepasida bor, aslida Kritonni gapi bor edi. Sudgacha bormasligi mumkin edi bu ish degan joyi bor. O'tgan safari tez o'tib ketdik shu joyini. Ya'ni sud bo'lmasdan oldin ayblovchilar bilan kelishib, ayblovchilar bilan kelishib u nima bo'lishi mumkin edi? Badarg'a bo'lib Afinadan chiqib ketish mumkin edi qonuniy ravishda, yoki sudni seni aybdor deb topdi va shuning uchun sen o'zingga jazoni tanlagin deganda, badarg'ani tanlaganda badarg'a bo'lish, ya'ni Afinadan chiqib ketishni tanlagan bo'lardi va chiqib ketardi. Nimaga qonuniy ravishda chiqib ketish mumkin bo'lganda chiqib ketmadingda, qonuniy ravishda hukm o'qilgandan keyin qochmoqchisan? Bu mana shu ishing ayni adolatsiz bo'ladi. Nimaga nisbatan adolatsiz bo'ladi? Qonunlarga nisbatan adolatsiz bo'ladi, deyapti. Davomini o'qiysizmi yoki o'qiyman. O'qing. Hop. Sen o'shanda maqtanib o'lishing kerakligidan norozilik bildirmading, balki o'zing aytganingdek surgundan ko'ra o'limni afzal ko'rding. Endi esa na o'sha gaplaringdan uyalasan, na bizga qonunlarga e'tibor berasan va ularni yo'q qilmoqchisan. Xuddi eng yaramas qul kabi harakat qilyapsan. Bizning boshqaruvimizda yashashga majbur bo'lgan shartnoma va kelishuvga zid ravishda qochib ketmoqchisan. Shunday ekan, avvalo mana bunga javob ber. Sen bizning boshqaruvimizda yashashga so'zda emas, amalda rozi bo'lding degan gapimiz to'g'rimi yoki noto'g'ri? Bunga nima deymiz, Kriton? Boshqacha deymizmi yoki rozimiz? Kriton: albatta rozimiz, Suqrot. Unday bo'lsa, deyshadi qonunlar, sen biz bilan tuzgan shartnoma va kelishuvni buzyapsan. Bu shartnoma majburlab emas, aldamay tuzilgan. Sen qaror qabul qilish uchun qisqa muddat emas, balki 70 yil vaqt berilgan edi. Agar biz senga yoqmaganimizda yoki kelishuv adolatsiz bo'lib tuyulganida ketishing mumkin edi. Sen esa na Lakedemonni, na Kritni afzal ko'rding. Ular haqida doimo yaxshi qonunlar bilan boshqariladi deb ta'kidlaysan. Lakedemon, to'xtang. Mana shu Lakedemon va Krit haqida faylasuflar ko'p yozgan. Aristotel, Xenofont va Platon ham yozgan va Suqrot maqtagan. Lakedemon bu qayer? Sparta va Krit. Va Krit va Spartaning o'ziga xos bir totalitar, bir meritokratik yoki aristokratik davlatlar desa bo'ladi. Shuncha sen shunaqa Afinani qonunlari yoqmas ekan, sen maqtagan shu qonunlari zo'r deb hisoblagan joyga ketishing kerak edi-ku shu vaqtda. Endi hozir keta olmaydi u yoqqa. O'qing. Xo'p. Kritni afzal ko'rding. Ular haqida doimo yaxshi qonunlar bilan boshqariladi deb ta'kidlaysan. Na Ellin yoki Varvar shaharlarining birortasini tanlamading. Bu yerdan esa cho'loqlar, ko'rlar va boshqa nogironlarga qaraganda kamroq ketarding. Demak, boshqa afinaliklarga qaraganda davlat va biz qonunlar senga ko'proq ma'qul edi. Bu aniq. Chunki qonunlarsiz davlat kimga yoqadi? Endi esa biz bilan tuzilgan kelishuvga sodiq qolmayapsanmi? Agar bizga bo'ysunganingda edi, Suqrot, davlatdan qochib ketib, o'zingni kulgiga qo'ymagan bo'larding. Buni ham o'ylab ko'r. Bularning barchasidan voz kechib biror narsada xatoga yo'l qo'ysang, o'zing va yoki yaqinlaring uchun qanday yaxshilikka erishasan? Yaqinlaringning o'zlari surgunga tushishi, vatandan mahrum bo'lishi yoki mol-mulkidan ayrilish xavfi ostida qolishlari deyarli aniq. To'xtang. Mana shu joyda to'xtang. Hozir bir qaytamiz bu joyga. Keling, ijtimoiy shartnoma bor-ku, shu liberal g'oyaning, liberal yetakchilarning ijtimoiy shartnomasi bilan Suqrotning bu yerda keltirayotgan yoki Platonning keltirayotgan ijtimoiy shartnoma o'rtasida qanaqa bir farqni ko'rasiz? Farq bor. Endi to'g'ri, oson savol emas. Qiyin savol ekan. Ijtimoiy shartnoma mana keling, Gobbs uchun Leviafan nima uchun kerak? Leviafan bir fuqaro boshqasiga zulm qilmasligi uchun kerak. Nimani himoya qilyapti Leviafan? Shaxsi daxlsizligini.
Nima Huquqlarini. degani? Nima qaysi huquqini? Eng asosiy huquqi qaysi? Yashash huquqini. Yashash huquqini himoya qilish. Bir-birini o'ldirmaslik uchun, demak, yashash huquqini himoya qilish uchun Leviathan mavjud, to'g'rimi? Ha. Hobbes ilgari surgan g'oya bo'yicha. Hop. O'sha Locke ilgari Jean-Jacques Rousseau, Locke ilgari surgan ijtimoiy shartnoma nima uchun kerak? Bu ijtimoiy shartnoma davlat o'sha fuqarolarning huquqlarini himoya qiladi, shu jumladan Qaysi mol mulki ham, Qaysi eng asosiysi ya- qaysi biri? yashash huquqi, Yashash. Nimadan mol mulkka o'tasiz? yashash. Yashash. Ha. Bu to'g'ri, men noto'g'ri demoqchi emasman. Uning hayoti, yashashi, qadriyati, ya'ni insoniy qadri degani, ya'ni insoniy qadri, nomusi, mol mulki, sha'ni va hokazo va hokazo. Lekin birinchi galda uni hayoti turadi. Tushunarlimi? Prioritet Tushunarli. nima ekan? Hayot, Hayot. insoniy hayot. Prioritet qonunmi yoki qonun bu yerda maqsadmi, vositami? Vosita. Vosita. Leviathan ham, shu ijtimoiy shartnoma ham, qonunlar ham vosita. Nimaga xizmat Vosita. qiladi? Insoniy hayotni saqlash uchun. Saqlash uchun. Bu yerda nima bo'lyapti insoniy hayot bilan? U insonning hayoti qatl qilinyapti, voz Qatl kechilyapti. qilinyapti. Nima uchun qatl qilinyapti? Kimnidir o'ldirganmi unaqa Suqrot? Kimgadir tajovuz qilganmi? Yo'q. Adolatlimi? Qarashlar Hukm o'zi adolatlimi? Yo'q. Yo'q. Mana shu yerda jiddiy farq bor. Yani shu yerda jiddiy farq bor. Va o'shaning uchun bu 18-asr ijtimoiy shartnomasida fikri uchun o'ldirish yo'q. yo'q, bu yerda fikr uchun o'ldirish to'g'ri demaydi Suqrot. Lekin protsedura bo'yicha to'g'ri qaror qabul qilindi. Fashistlarni, natsistlarni qonunlari bo'yicha qancha odamlar antifashistlar o'ldirilgan. Noqonuniy ish bo'lganmi o'shanda? Sud bo'lmaganmi? Sud protseduralari rioya qilinmaganmi? Qilingan hamma narsa. Qilingan. Lekin insoniy hayoti bekordan bekorga nima qilindi? Sarf qilindi, yo'q qilindi insoniy hayot. Bu yerda Huzayfa savol so'rayaptilar. O'sha paytda xuddi hozir startap qilish uchun Amerikadan boshqa davlat yetarli bo'lmaganidek, Afina ham yashash uchun markaziy mamlakat bo'lganmi yoki boshqa yashasa bo'ladigan shaharlar ham bo'lganmi? Yaxshi so'zlar topa olmadim. Butun elladi. Bor albatta. Bu shahar ko'p. Makedoniya bor mana. Sitsiliya, koloniyalar degan, siz Huzayfa e'tibor bering, matnda koloniyalar degan. Yunonlar yangi yerlarni kashf qilishgan, koloniyalar qilishgan. Shu yer o'zida nechtasini sanadi? Kritda, Lakoniyada, o'sha Sparta. Lekin Suqrot bu yerda kim begona birinchi galda o'zining polisi uchun xizmat qilish kerak deb o'ylaydi. Bor albatta. Butun yer yuzi keng-ku. Xo'p. Milet bor. Miletmidi? Mikoni. Mikeni. Juda ko'p, shaharlar ko'p. Butun Ellada bu Oikumena deydi. Ko'p. To'g'ri, bir xillari barvirroq, bir xillari yovvoyroq, bir xillari madaniyroq, har xil. Nima ekan? Shaharlarda axloqsiz insonlarga to'la degan joyi bor. Bu inkor qilinmaydi. Qaysi joyini aytyaptilar? Anaqa ko'rsatib bering, Odilxon, o'sha kontekst bilan qaraylik. Endi kelsak kerak. Xo'p. Endi kelsak kerak. Xo'p. To'xtang. Muhim joyi. Nimaga keldik? Kritonni argumentini eslang. Sen qamoqdan qochib ketsang, yaqinlaringga ziyon bo'ladi dedi. Do'stlaringga ziyon, do'stlaringning sha'niga dog' tushadi dedi va farzandlaring qarovsiz qolib ketadi, yetim qoladi dedi. To'g'rimi? Suqrotni qochirish uchun shu argumentlarni keltirgan. Ana endi shu argumentlarga javob berishni boshladi Suqrot. O'qing. Rostdan ham o'ylab ko'rdim. Qayerga keldik? 15-punkt. Rahmat. Anu konfirmatsiyani berasiz? Xo'p. Birdan olib ketamiz. Qayerga keldik? 15 ga qarang. 15.
Buni ham o'ylab ko'r. Bularning barchasidan voz kechib biror narsada xatoga yo'l qo'ysang, o'zing yoki yaqinlaring uchun qanday yaxshilikka erishasan? Yaqinlaringning o'zlari surgunga tushishi, vatandan mahrum bo'lishi yoki mol-mulkdan ayrilish xavfi ostida qolishlari deyarli aniq. O'zingchi? Avvalo, agar eng yaqin shaharlardan biriga, Fiva yoki Megaraga borsang, bu ikki shahar ham yaxshi qonunlar bilan boshqariladi. Sen Suqrot ularning davlat tuzumiga dushman bo'lib ko'rinasan va o'z vatani qayg'usini chekuvchilar senga shubha bilan qarab, seni qonunbuzar deb hisoblaydilar. To'xtang. Mana aytayaptiki, mana agar qochadigan bo'lsak, meni olib qochadigan bo'lsak, sen jinoyatchi bo'lasan va sen ham qochishga majbur bo'lasan. Agarki qonunlari yaxshi bo'lgan shaharlarga, mana shu shaharlarni aytayapti, qonunlari rioya qilinadigan shaharga ko'chib o'tsang, u yerdagi sening nufuzing, avtoriteting, hurmating bo'lmaydi. Chunki sen u Afinada jinoyat sodir qilib qochding. Bu shaharda esa qonunlarni hurmat qilishadi. Reputatsiyangga putur yetkazasan deyapti. Qonunlar rioya qilinmaydigan joyga qochadigan bo'lsak, undan ham yomon holatga kirib tushib qolasan deyapti. O'qing. Shu bilan birga sudyalaringning seni to'g'ri hukm qilganliklari haqidagi shuhratini tasdiqlagan bo'lasan. Axir har qanday qonunbuzar yoshlar va aqlsizlarning buzg'unchisi bo'lib ko'rinishi mumkin. Balki sen yaxshi qonunlar bilan boshqariladigan va eng odobli davlatlardan qochasanmi? Shunday ekan, hayotingni saqlab qolishga arzirmikin? Yoki sen bu odamlar bilan til topishib, ular bilan suhbatlashishga uyalmaysanmi? Qanday suhbatlar bo'ladi, Suqrot? O'sha sen bu yerda olib boradigan ezgulik va adolat, qonuniylik va qonunlar nima bo'ldi? Qonuniylik va qonunlar hozir insonlar uchun eng aziz narsalar ekanligini ta'kidlovchi suhbatlarmi? Nahotki buni Suqrotning sha'niga munosib emas deb o'ylaysan? Shunday deb taxmin qilish mumkin. Ammo aytaylik, sen bu yerlardan uzoqlashib Fessaliyaga, Kritonning yaxshi tanishlari oldiga borsangchi. Axir Fessaliyada tartibsizlik va buzuqlik avjiga chiqqan. Ehtimol u yerda sening to'xtang. Men bu yerda aniqlashtirish kerak. Sen deyilganda, sen Suqrot hali ham prozipopeya davom etyapti. Qonunlar gapiryapti. Sen borsang shu obro'ying bo'lmaydi deyapti. Obro'ying bo'lmaydi. Qanaqa qilib sen boshqa shaharga borib qonunlar, adolat haqida falsafa yuritasan? O'zing shu qonunlarni, adolatlarga oyog'ingni qo'yib, chiqib ketgan bo'lsang, qanaqa qilib kim bu haqida falsafa yurita olasan deyapti. Xo'p. Shunday deb taxmin qilish mumkin. Ammo aytaylik, bu yerlardan uzoqlashib Fessaliyaga, Kritonning yaxshi tanishlari oldiga borsangchi. Axir Fessaliyada tartibsizlik va buzuqlik avjiga chiqqan. Ehtimol u yerda sening qamoqxonadan qanday bo'lmasin kiyimingni o'zgartirib echki terisi yoki qochoqlar odatda kiyib oladigan boshqa biror narsani olib qochganingni va tashqi qiyofangni o'zgartirganingni zavq bilan tinglashardi. Lekin senga tabiiy ravishda yashash muddati oz qolgan keksaga eng oliy qonunlarni buzib, shunchaki hayotga yopishib olishing uyat ekanligini hech kim aytmadimi? Ehtimol agar sen hech kimni ranjitmasang, aks holda Suqrot o'zingga munosib bo'lmagan ko'p gaplarni eshitasan. Har xil odamlarga moslashib, ularning quli bo'lib yashashga majbur bo'lasan. Fessaliyada nima ham qilarding? Xuddi ziyofatga taklif qilingandek, faqat shirin taomlar yeb, ichimlik ichib o'tirarding? Adolat va boshqa fazilatlar haqidagi suhbatlarchi? Ularning taqdiri nima bo'ladi? Lekin sen albatta farzandlaring uchun yashashni, ularni boqish va tarbiyalashni xohlaysanmi? Yaxshi, ularni o'zing bilan Fessaliyaga olib ketib, boqib tarbiyalab, begonalarga aylantirasan. Ular buni ham boshdan kechirishsinmi? Yoki bu yerda qanaqa begonaga aylanadi bolalari? Anaqaga bo'lmayapti-da bu yerda. Korенной fuqaro bo'lmayapti, kelgindi bo'lyapti. Afina fuqaroligidan voz kechadi va o'sha borgan joyda begona odam bo'ladi. Na Afina fuqaroligini saqlaydi, na o'sha boshqa shaharda metek bo'lib aylanadi. Nima deydi? Vatangado deydi-ku, shunaqa. Metek bo'ladimi? Hop. Yoki bu yerda tarbiyalanayotgan bolalar sen ular bilan birga bo'lmasang ham yaxshiroq tarbiya va ta'lim olishyaptimi? Axir yaqinlaring
ularga g'amxo'rlik qilishadi-ku. Nahotki sen Fesaliyaga ko'chib borsang, ular g'amxo'rlik qilishsa-yu, nargi dunyoga ko'chib ketsang, g'amxo'rlik qilishmasa. Ya'ni bu o'sha Kritonni argumentiga aytyaptiki, agar sen o'lib ketsang kim qaraydi? Afina qaraydi bolalariga. Afina qaraydi, Qaraydi. chunki farzandlari fuqarolikdan mahrum emas. Tashab qo'ymasizlar degan gapini ham sal qistirib ketyapti farzandim. Tushunarli. Lekin boshqa shaharga ko'chib ketsa, unda kim qaraydi? Hech kim, Kimning hech kim. himoyasida bo'ladi? Qaysi kim qonunlarning himoyasida bo'ladi? Demak, bu Kriton aytayotgan argumentni demak parchalab tashladi hozir. Ya'ni bolani eplasang, tug'dirib qo'ygin degan gapiga ham mana chiroyli qilib javob berdi. Javob berdi. Mana shu o'ylaganim. Agar sening yaqinlaring deb aytayotganlar chindan ham foydasi tegadigan bo'lsa, ular g'amxo'rlik qilishadi deb o'ylash kerak. Yo'q, Suqrot, bizni seni boqqanlarni tingla. Adolatdan bolalaring ham o'z hayotingni ham boshqa hech narsani ham ustun qo'yma. Shunday jahannamga borganingda u yerdagi hukmdorlar oldida o'zingni to'liq oqlashing mumkin. Axir agar sen niyat qilgan ishingni qilsang, bu yerda ham, u yerda ham sen uchun, yaqinlaring uchun yaxshiroq, adolatliroq yoki taqvodorroq bo'lmaydi. Agar sen hozir qonunlardan emas, odamlardan adolatsizlikka uchragan holda ketsang, u yerga borgach ham vaziyat o'zgarmaydi. Bordu sen shunchalar sharmandalarcha adolatsizlikka va senga yetkazilgan jabr zulmga javoban biz bilan tuzgan kelishuv va shartnomalarga xilof ish qilib ketsang, eng kam jabr ko'rish kerak bo'lganlar o'zingga, do'stlaringga, vataningga va bizga yomonlik qilgan bo'lasan. Umring oxirigacha sendan g'azabda bo'lamiz. U yerda ham birodarlarimiz do'zax qonunlari seni yaxshi kutib olmaydi. Chunki sen bizni ham qo'lingdan kelgancha halok qilmoqchi Nimaga do'zax bo'lganingni qonunlari deb tarjima qildingiz? bilib qolishadi. Nimaga do'zax deb tarjima bo'lib qoldi? Do'zax bo'lib qoldi. Qayerda do'zax ko'rdingiz? Do'zax qonunlari. Ayb. Matnda ayb. Do'zax emas, yer osti dunyosi qonunlari bo'lishi kerak. Narigi dunyo deylik yoki ayb deylik, do'zaxga Ayb. chiqarib oldi. Yo'q, noto'g'ri tarjima qildi. Seni yaxshi kutib olmaydi. Chunki sen bizni ham qo'lingdan kelgancha halok qilmoqchi bo'lganingni bilib qolishadi. Kriton Ya'ni seni o'z nafaqat bu dunyoda sen sharmandalikka uchraysan, balkim baribir ertami kechmi o'lasan, o'lgandan keyin ham bu yog'i yomon bo'ladi, oqibati yomon bo'ladi. yomon bo'ladi. Kriton seni o'z aytganidek ish tutishga undamasin, biz seni ko'proq ishontiramiz. Ishonch hosil qil, aziz Kriton. Menga bu so'zlar qulog'imga chalinayotgandek tuyulmoqda. Menimcha endi Suqrotning gapiga o'tdik. Xuddi karibantlar nay ohanglarini eshitayotgandek. Bu so'zlarning jarangi quloqlarimni to'ldirib, boshqa hech narsani eshitishimga yo'l qo'ymayapti. Shuni bilginki, menga hozir shunday tuyulmoqdaki, agar sen bunga qarshi biror narsa aytsang, behuda gapirgan bo'lasan. Ammo agar bundan ham muhimroq gaping bo'lsa, aytaver. Kriton aytayapti, yo'q, Suqrot, aytadigan gapim yo'q. Suqrot aytayapti, unday bo'lsa Kriton, bu masalani yopaylik va Xudo ko'rsatgan yo'ldan boraylik. Demak, bu argumentlarini tushundik, tushunarli hammasi, qonunlar va polis nomidan gapirdi, qonunlarga rioya qilish kerak, o'zing ilgari surgan falsafangga amal qilib ko'rsatishing kerak. O'zing ilgari surayotgan falsafangga shu narsani ibrat qilib ko'rsatmasang, qanchalik bu to'g'ri bo'ladi va shuningdek va o'zingdan qoladigan odamlarga ziyoni yetadi va shuningdek narigi dunyoda ham jazoingni olasan dedi, ya'ni oxirat bilan qo'rqitdi va eng oxirida aytayaptiki, mening shu ichki daimonim shu ovozni aytayapti, qo'y, bu men aniq bilaman, shu ichki shu ilohiy bir ovoz menga shu narsani aytayapti, shunga men qarshi bora olmayman dedi. Demak, yana daimon masalasiga qaytdik. Bu yerda bir yana oldin bu haqida ham gapirgan edik. E'tibor berish kerak bo'lgan ba'zi bir nuqtalarini aytib o'taman. Ikkita nuqta. Bittasi Yunonlar uchun mifologik ong, Yunonlarda, qadimiy Yunonlarda mifologik ong va o'sha zamonning odamlarida qalbiga qanaqadir bir ilhom kelsa, biron bir shijoat, bir qandaydir bir fikrmi, bir qat'iy fikrmi, qat'iy qarormi, irodami kelsa, bu fikrni qandaydir bir mavjudotlar ichimga soldi deyishgan. Shunaqa. Hattoki mifologiyada, miflarda keladi, Akillesga kelib palonchi
ma'buda kelib unga, xudo kelib unga bunday dedi, boshqa mifning qahramoniga Odisseyga kelib bunday dedi, bunday dedi. Aslida bu ularning ichki fikri, lekin Yunonlarda shunaqa odam bo'lganki, qandaydir bir qat'iy bir qanaqadir bir qaror bir yoki ilhom fikri bo'lsa, buni inson o'zi miyasi bilan, miyani haqida o'ylashmaganki, ya'ni o'zini aqli bilan chiqarmagan. Balkim unga kimdir yetkazgan, qandaydir bir g'ayritabiiy, g'ayrioddiy mavjudotlar unga shu narsani singdirgan degan bir tasavvur bo'lgan. Bu birinchi nuqta. Va ikkinchi nuqta, Ksenofont o'sha memorabiliyada, ya'ni suratni xotirlash degan, hozir kimdir kirmoqchi. Google Meet juda noqulay programma ekan. Chalg'idim yana. Yana bir o'sha demoniya haqida Ksenofontning fikri bo'yicha Suqrotning odati u yoki bu savol bilan kelganda odamlar unga o'zini aqli bilan, o'zining mulohazasi bilan javob bergan. Va ba'zan qisqacha xulosani aytib, qanday qilib bu xulosaga kelganligini aytmagan. Nima uchun bunaqa ish qilishim kerak? Aytchi Suqrotni qanday ish tutsam ekan desa, Suqrot bunday ish tutgan yoki bunday qilmagin degan. Nimadan kelib chiqib aytayapsan desa, meni ichimdagi shunaqa bir tovush, bir o'sha daymoniya aytayapti deydi. Tushunarli, bu ilhom kelib men shunday deyapman deydi. Lekin Ksenofont e'tibor beradigan narsa shuki, ba'zan Suqrot javobini bilmasa, aniq bilmasa, borganda o'zing shu orakullardan so'ragan yoki fol ochib ko'rgin, nima to'g'ri yoki nima to'g'riligini o'zing bilgin deydi. Ba'zan esa o'zini shu daymonidan, go'yoki shu daymonidan javob bergan deydi. Lekin deydi, Ksenofont bu narsani juda chiroyli qilib tushuntiradiki, bu yerda xavf bor-ku, agarki Suqrotning oldiga biron bittasi kelsa, aytchi, deylik, men shu ishni qilsam to'g'ri bo'ladimi desa, Suqrot aytsa, mening daymonim aytayapti, shuni ishni qilsang to'g'ri bo'ladi desa, va bu odam borib shu ishni qilsa va uni oqibati yomon bo'lsa, Suqrotni uni nufuziga qo'yadi-yu. To'g'rimi? Yoki qilmagan desa, lekin keyinchalik qilish kerakligi aniq bo'lib qolsa, namoyon bo'lib qolsa, nima bo'ladi Suqrotning daymoniga quloq solgani? Demak, deydi Ksenofont, bu daymonidan tashqari u aniq bilgan narsasini mening daymonim aytyapti deb gapirgan. Aniq o'zi to'g'ri deb hisoblagan narsasini hali uzundan uzun mulohazasini keltirib o'tirmasligi uchun mantiqiy zanjirini, izchilligini, ya'ni sabab oqibat va hokazo argument, mulohaza asoslarini keltirmasligi uchun shartda shu natijasini aytib qo'ya qolib, bu meni daymonimning fikri deydi. Agarki o'zi aqli bilan shu narsani to'g'ri deb bilmasa, demonim fikri, demonim menga singdirayotgan qaror deb gapirmagan bo'lardi deydi Ksenofont. Va bir mana shu uzundan uzun buni nutqidan bilinyaptiki, Suqrot argumentlarni keltirib, oxirida bu demonim menga singdiryapti, qo'y bu bas. Nima uchun demonim deb gapiradi? Masalani yoqish uchun. Bahsni to'xtatish uchun. Tushunarli, shu joyi. Bu muhim joyi edi. Qanchalik Suqrotning demoniga ishonish mumkin? Bu haqiqatdan demoning fikrimi yoki o'zining fikri? Paradoks bo'lib qolmaydimi bu? Savol. Ha? Suqrot bahsdan qochyaptimi? Yo'q, bahsdan qochmayapti. Bahsi ham nuqta qo'yishku, cheksiz bahslashib bo'lmaydi-yu. Hamma argumentini aytib bo'lgandan keyin nuqta qo'yish kerak-ku. Yoki unga savoliga javob so'rab yo'q, maslahat so'rashsa, undan bahs so'rashmayapti-ku undan. Qanaqa qilib bu fikrga xulosaga kelishini so'rashmaydi-ku. Undan maslahat so'rashadi. Qiziq savol tug'iladi. Bu shunaqa qilayotgan bo'lsa, odamlarga borib, savol berib, men bunda nima nazar tutmayman, men bu to'g'rimi, noto'g'rimi, adolatmi, yo'qmi deb so'rayapti. U ham meni ham daymonim gapirdi, o'shani aytganini qilyapman desa, qanaqa argument keltiradi Suqrot? Hech argument keltirmaydi. Yo'q, yolg'on gapiryapti. Yo'q, to'xtang. Demon aytdi, o'shaning uchun shuni qilyapman degani, bu uning bilimsizligini inkor qilmaydi-ku.
Men tushundim savolingizni. Qarang, mayli. Shu savolingizni men noto'g'ri tushungan bo'lsam aytasiz. Bu hunarmandlarning oldiga bordi. Ha? Adolatli nima? Ya'ni nima yana go'zallik nima, to'g'rilik nima? Hunarmandning oldiga bordi, go'zallik nima dedi. Hunarmand nima bilan? Go'zallik bilan mashg'ul bo'ladigan. Hunarmand nima, go'zallik nimaligini bilmayman deydimi? Bilaman deydi. Lekin tushuntirib bera olmaydi. Lekin hunarmand aytsaki, men shu narsani go'zal deb hisoblayman, chunki menga Damonim aytayapti desa, Suqrot baribir savoliga javob oldi. Bu odam bilmaydi. Unga Damon aytayapti deydi. Keltirib bera olmadi-ku. Tushundingizmi? Keltirib bera olmadi-ku. Bu faqat so'zga men bilmayman, menga faqat Damonim aytayapti. Bu dialogda esa bu argumentlarni keltirib, keyin Damonim aytayapti dedi. Lekin hunarmand hech qachon go'zallik nimaligini bilmayman deb gapirmaydi, gapirmagan. Va Suqrot aynan ulardan o'zi bilag'onlik qilib yurgan narsasi haqida so'ragan. Siyosatchining oldiga borib adolat nima deb so'ragan. Adolat nimaligini bilmayman desa, qanaqa siyosatchisan demaydimi? Tabiiy yoki shu shoirning oldiga borib, sen palonchi, pismadonchi odamni qahramon, jur'atli qahramon deyapsan. Nima degani? Mard deyapsan. Nima degani qahramonlik? Nima u mard? Shoir men bilmayman deydimi? Tushunarli, Suqrot ulardan so'roqqa tutganda aniq bilishga da'vo qilgan narsalar haqida so'ragan. Biron bir masalani hukmi nima bo'ladi? Biron bir ishni tutsam to'g'ri bo'ladimi yoki noto'g'ri bo'ladimi? Bu haqida so'ramagan Suqrot. Buni haqiqatdan odam bilib bo'lmaydi. Bu normal hol, bu insoniy holat-ku. Men bu ishga kirsam yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qattan biladi. Men bu ayolga, bu qizga uylansam baxtli bo'lamanmi yoki erga tegsam baxtli bo'lamanmi, bo'lmaymanmi? Hech kim bilmaydi-ku. Bunaqa savollarni bermagan Suqrot. Ularni sinaganda. Ya'ni haqiqatdan bilishlikka da'vo qilgan narsalar haqida so'ragan. Hop. Nima savol bor yana? Ha, yana aytganchalik Edward Craig aytayaptiki, e'tibor beringlar deyapti. Bu yerda biz yana shuni maslahat beraman mutolaadan yoki kutubxonadan kitobni olib o'qinglar yoki audio kitobini eshitinglar. Edward Craigning ham tahlilini eshitib ko'ringlar. Men buni qaytarish niyatim yo'q. Aytayapti, tanqidiy o'qinglar bu narsani, Suqrot gapini deyapti. Men bu yerda ishora qilib ketdim. Bu shartnoma deyapti, ijtimoiy shartnoma deyapti va butun boshli bir insonni o'ldirib yuboryapti. Bu go'yoki qonunlar, go'yoki polis. Va bu yerda yana двойной buxgalteriyani ko'rish mumkin. Tasavvur qiling, xuddi shu gaplarni polis bilan qonun kelib, bu muqaddas narsa, vatan otangdan, onangdan ulug', bu vatan uchun o'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'lib ketishing kerak, shu narsaga loyiq bo'lsa, shunaqa deb gapirsa, sudda shu narsani gapirganda nima bo'lardi? Sudda. Nimaga shunaqa gaplarni gapirmadi sudda Suqrot? Mana Odilxon, sizga savol. Nimaga bunaqa bir balandparvoz gaplar omma oldida emas, Kritonga gapirilyapti? Uni maqsadi o'zi mana shu proyektni yakunlashidiyu. Shu hukmga erishish. Nima bo'lardi? Aytganda nima bo'lardi? Shunaqa bir pafos nutqini aytganda menimcha yengil jazo bilan qutulardi. Yoki umuman jazo bo'lmas. Chunki nima? Muammo nima? Afinada, ya'ni unutmasligimiz kerak, Afinadagi muammo fuqarolik urushi va undan oldingi og'ir Spartaning urushining mag'lubiyat bilan yakunlanishi va buning natijasi, buning sababi, bu natijaga olib kelgan sabablar ota-bobolarimiz udumlari, qonunlari, an'analariga qarshi chiqayotganligimiz. Demak, biz o'shanga qaytishimiz kerak degan g'oyani ilgari surayotgan hukmron elita, hukmron sinf va ularni qo'llab-quvvatlaydigan xalq va ularning ichida Kriton ham bor. Shunaqa deb o'ylaydigan demokratlar. Konservatorlar aslida. Tushunarlimi? Bu narsani Suqrot boshqab gapirganda, bizni ko'tarayotgan g'oyamizni qo'llab-quvvatlayapti-ku deyishardi. Lekin Suqrot ularni qo'llab-quvvatlamayapti dedi.
Bu men sizni tushundim. Gapingizda jon bor, o'zini loyihasini bajarish uchun shunaqa bu mavzuni ko'tarmadim. Nimaga Kritonga hozir ko'tardi bo'lmasam? Mana keyingi savol. Kriton o'zini do'stida. Xos javobmi bu? Bularning hammasiga Platon guvoh bo'lganmi? Ya, siz savolga javob bering, keyin bu savolingizga javob beraman. Xo'p, Kriton bunga kelib manipul qilib har xil uslublar qo'lladi. Shunga javob berib qo'ydi, o'rniga qo'yib. Shu to'g'ri. Kriton agarki seni do'stlaring, tanishlaring seni ayblaydigan bo'lsa, xuddi shu men senga aytgan narsalarni gapirib berasan degan. Tushundingizmi? Javoblarni ham berib, hammasini tahlab, javob qilib, tahlab, chiroyli qilib qo'ydi. Qo'rqma. Hech kim seni unaqa demaydi. Men senga shunday deyapman deb. Va mana sizga savolingizga javob. Platon bu narsani qayerdan bildi? Endi to'g'ri tushunishimiz kerak. Platon adabiyotchi, adabiy qilib bu narsani yozdi, to'g'rimi? Va Platon bu suhbat, ya'ni Suqrotning bu gaplarini bir necha suhbatlar ichida eshitgan bo'lib, uni bitta suhbatga jamlagan bo'lishi mumkin. Mumkin, to'g'rimi? Yoki haqiqatdan tunda shu Kriton bilan uchrashganda va Kriton uni boshqa sheriklariga, do'stlariga gapirib bergan bo'lishi mumkin, albatta. Shundan biladi. Va albatta bu yerda Platonning o'zining ijodiy qo'shimchalari ham bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin uni biz katta ehtimol. Nimaga katta ehtimol bilan? Chunki qolgan kitoblaridagi fikrlarini qo'llab-quvvatlaydigan narsalar uchraydi-yu. Nimaga? Demokratiya bu yo'q, bali, Suqrot o'xshaydi. Bo'lishi mumkin. Suqrotda adabiyot kitobi yo'q. Yo'q, prosta bu autentiklik nuqtai nazaridan shubhali qarash, shubhakor qarash normal. Ya boshqacha to'g'ri, men aytmoqchi bo'lgan narsa Suqrotning fikrlari shunaqa bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qattan bilamiz? Qanaqa qilib bilishimiz mumkin? Yaqinroq bo'lsa. Biz-ku mayli, bilishimiz qiyin, biz yunon tilini bilmaymiz. Mutaxassislar qanaqa biladi? Qanaqa? Buni shu Edvard Krek aytadi. Ksenofont kitobiga ochib o'qiydi. Ksenofont va boshqa mualliflarni Suqrot haqida aytgan gaplarini qarashadi. Bu oddiy narsa. Ya'ni haqiqatdan Ksenofont bilan Platonning o'rtasida, Suqrot o'rtasida farqlar bor. Va shu bilan birga farqlanmaydigan joylar ham ko'p. Va shundan bilinadiki, mana bu yerda Suqrot. Chunki Ksenofont bilan Platon bir-biriga yaqin inson bo'lishmagan. Qanaqadir o'rtasida raqiblik bo'lgan. Birinchidan Ksenofont yaxshi bo'lgan ekan, ikkita mustaqil manba bo'lgan. Ksenofont Platondan yoshga kattaroq bo'lgan. Platon bu vaqtda yosh bola. Bilmayman necha yosh. 18, 19, 20 dir balkim. Ksenofont ancha ulg'aygan odam, u askar bu. Tushunarli? Lekin e'tibor bersangiz, Ksenofontda ham Suqrotning oxirgi hayot haqida asar Platonda ham bor. Suqrotda ham, Platonda ham Pir degan, Simpozium degan asari bor. Ksenofontda ham bor xuddi shu narsa. Xuddi bir-biri bilan bahslashgan, musobaqalashganda yozishgan bular. Lekin Suqrot haqidagi fikrlarini qaraydigan bo'lsa, ikkita falsafiy qarashlari ikkita har xil toifa. Lekin ikkalovi ham aristokrat, ikkalovida ham meritokratik yondashuv, aristokratik yondashuv bo'lgan. Buni ham aytib o'tish kerak. Platon bilan Ksenofontda. Endi haligi men videoni qo'yib bermoqchi edim. Shuni hozir men matnni olib tashay. Buni alohida qilaymikin-a yoki? Zayfa, Shahzod qolishgan. Savollar bormi? Savol bo'lsa beringlar savolni. Savol bo'lsa yozarsizlar. Qarang, buni pauza qilib turing. Bu endi Sovet davrida 60-70-yillarda Edvard Radzinskiy degan muallif yuqorida ta'na bo'yicha qolib ketdi. Men qaytaman bu savolga. Yuqorida ya'ni Edvard Radzinskiy degan bir shu nima deydi bu yozuvchilarni, pyesa yozadiganlar, dramaturg, Suqrotning dialoglari degan, Suqrot bilan suhbat degan bir pyesa yozgan.
unda endi turli xil manbalardan olib, uni adabiy uni qandaydir bir boshqacha ishlov berib, uni sahnalashtirishga pyesa yozgan va bu pyesa 6 yil senzuradan o'tmagan. Repetitsiya bo'lgan, bu spektaklni qo'yishga harakatlar bo'lgan va turli xil mish-mishlar tarqaganki, gaplar tarqaganki, bu pyesa Suqrot haqida, lekin undagi ko'p narsa shamalar Andrey Saxarovga, chunki Andrey Saxarov ham akademik, yadro qurolining bir otalaridan biri, lekin birdaniga Sovet ittifoqi va tuzumiga, Sovet tuzumiga qarshi chiqib dissidentga aylangan odam Sovetning Suqrotiga aylanib qolgan edi va bu pyesa va Andrey Saxarovning o'sha vaqtda tinchlik uchun olgan Nobel mukofoti bir-biriga mos kelib qolganligi, bu siyosiy bir qandaydir bir ahamiyatga ega bo'lganligi uchun bu pyesani 6 yil chiqarishmagan sahnaga, lekin hamma tayyorgarlikni ko'rishgan. Va bu pyesa haqida, spektakl haqida hujjatli film olinganda Goncharov, ya'ni o'sha rejissyor, teatrning, spektaklning rejissyorini ba'zi bir nutqini, gaplarini olib qo'yishgan. Men hozir shu narsani Odilxon yoqib beradilar. Yoqing. Если мы это что-то стыдливо прятали, кое-что зачеркивали, про что-то говорили в тихомолку, ибо, Боже, сохрани, этот спектакль сегодня приобретает публицистический поворот. И человек в этой безнравственной обстановке идет во имя нравственных законов, которые живут на сегодня. Просто забыли. Эти законы прошли через христианство. Эти законы прошли через Средневековье. И эти законы остались в коммунистическом манифесте. Все законы Сократа за 4 века до наших дней. Во имя этих законов, которых ни один из которых не устарел. Вплоть до того, что нельзя бросать руки. Ни один. Он идет на суд. Odilxon, mana sizga savol. Mana eshitdingizmi? Hammasi eshittildimi sizga? Ha, eshitildi. Endi siz ma'nosini gapirib bering, nima tushundingiz? Buni gapini nima deganligini hozir tahlil qilmasdan, sharhlamasdan aytgan gaplarni. Videoni olib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, hozir. Suqrot aytgan qonunlar davrlar mobaynida o'zgarmasdan kelmoqda. Ular nasroniylikdan ham o'tib, boshqa demak, dogmalardan ham o'tib, kommunizmdan ham o'tib kelyapti. Bugungi kungacha vatanni tashlab ketish mumkin emas degan qoidagacha deb aytyapti. Inson bunday axloqsiz jamiyatda, sharoitda axloq uchun kurashga kirishyapti, deyapti. Va o'limga boryapti, deyapti. Yo'q, e'tibor bering, qonunlar dedi. Bu qonunlar qadimiy qonunlar dedi. Bu xristian diniga ham kirib o'tdi dedi. Ulardan o'tib emas, ularning ichida bo'ldi dedi. Ichiga kirgan. Va shu bilan bir o'zida ya'ni namoyon bo'ldi bu qonunlar. Va bu qonunlar hattoki kommunistik manifestda ham bor deyapti. Va bu qonunlardan bittasini aytdi. Vatanni tashlab ketmaslik. Ya'ni qaysi qonunlar bo'lishi mumkin? Davlat chiqargan hukmga itoat qilish. Itoat qilish. Mana shu, ba'li hozir chuqurlashmaymiz, mana shu qonunlar, bu qadimiy qonunlar deyapti, kommunistik, hattoki manifestda ham. Kommunistik manifestda vatan degan tushuncha bormi? Yo'q. Yo'q, nafaqat bor bu vatanparvar patriotizmga qarshi ideologiya-ku, unda ishchining vatani yo'q deydi. Proletariat bor, ishchi sinf bor, ezilganlar sinfi bor. Bu patriotizm degan narsani bu reaksiyonerlar o'ylab topgan. Odamlarni qul qilish uchun, sinfiy ustidan zug'um o'tkazish uchun. Bu Gancharovni olib gapiryapti. Vatan degan tushuncha yo'q kommunistlarda, o'zi bo'lmagan. Klassik
kommunistik manifest, klassik kommunistik manifestda o'zini aks etgan deb. Yo'q, bunaqa narsa, aksincha teskarisi u yerda. Yo'q, bu yerda vatan bo'lmasa ham odam o'zini xoslaydigan, asoslaydigan konsept bor. Misol uchun bu Nima? partiya bo'lishi mumkin. Partiya? Nima u partiya? Kompartiya? Nima u kompartiya? Bu firqa, mana shu ishchilarning birlashmasi. Xo'p, nima aloqasi bor Suqrot falsafasiga? Nima aloqasi bor? Aloqasi yo'q. Mana shu qonunlar yashab kelyapti, deyapti. Qaysi qonunlar? Demak, partiyalar haqida qonunlar bo'lganmi Suqrotda? Yo'q. Mana vatanni tashlamaslik deydi-yu. Xuddi shu ham mana partiyani tashlamaslik, sadoqat haqida. Partiyaga nima uchun sadoqatli bo'lish kerak? Vatanga nimaga sadoqatli bo'lishligini Suqrot tushuntirdi, to'g'rimi? Qonunlardan Senga tarbiya foydalanadi. berdi, senga huquq berdi, senga boshpana beryapti, to'liq imtiyoz beryapti. To'xtang, senga imtiyoz beryapti. Partiya nima beradi? Partiya imtiyoz bermaydimi? Nima imtiyoz beradi? Partiyaga a'zolik juda ko'p preferensiya bergan vaqtida. Karl Marks davridan. Yo'q, undan keyin Marks Lenin Mana davrida. nimaga undan keyingiga o'tasiz? Goncharov nima haqida gapirdi? Manifest. Nimaga u yog'iga o'tib ketyapsiz? O'tmang. Manifest va'da qilgan. Nimani va'da qilgan? Ishchi sinf uchun Hop. katta imtiyozlarni. Bor narsani va'da qilganmi, yo'q narsa? Hozirgi o'sha vaqtda bor narsanimi yoki Yo'q, kelajakda bo'ladigan narsani va'da qilyapti. nima Suqrotga nima aloqasi bor buni? Va unga sadoqat talab qilyapti u ham. Nimaga? To'xtang. Suqrot davlatga sadoqat bo'lish kerak, chunki davlat Suqrot uchun ota-onadek. Bu fakt, ota-onani bolasi bo'lgandek. Kommunizm yo'q narsa-ku. O'sha vaqtda. Bu orzudagi bo'ladigan narsa-ku. Orzudagi bo'ladigan narsaga ham sadoqat talab qilyapti, chunki bular muhim joyi. Hamma ikkalasi ham adolatni himoya qilishni da'vo qiladi. Sizlarni ana zolimlarni o'sha sizlarni qul qilib ishlatadiganlardan biz sizlarning huquqlaringizni himoya qilamiz degan narsani da'vo qiladi. Nima da'vo qiladi? Boshqacha aytaman sizga. Suqrot qo'liga kommunistik manifest keldi. Qanaqa munosabatda bo'lardi? Bilmayman. Bitinga olmasdi. Demokrat emas-ku Suqrot. Ommaga ishonmaydi-ku. U ommaga ishonmaydi-ku. Ishonmaydi. Lekin o'xshashlik joylari bor. O'xshashlik joylari bor. Lekin mana qurlashlikda to'g'ridan to'g'ri qaraydigan bo'lsak, kommunistik manifest boshqa narsa, Suqrotning falsafasi boshqa narsa. U aytayotgan qonunlar umuman bir-biriga mos keladigan narsa emas. Lekin nimaga Goncharov shu narsani ishlatyapti? Piyesasini o'tkazish uchun senzuradan. O'zicha sahnalashtirib, artistlarni yig'ib, va'zxonlik qilib, bu davlatga qarshi emas, bu saqif uchun emas, bu dissidentlarni himoya qilish haqida piyesa emas. Sovet hukumatiga seni repressiya qilsa ham, seni otib yuborsa ham, seni gulagga jo'natsa ham, sen rozi bo'lib qabul qilishing kerak. Senga chet elga men bu sovet hukumatini qabul qilmayman, men hijrat qilib ketaman degan gap bo'lish kerak emas. Suqrot unaqa narsa emas. Davlat senga totalitar tuzum nima desa, senga ota-onadekmi, senga shu narsaga itoat qilishni o'rgatyapti bu aslida deyapti. O'shaning uchun Karl Popper va shunga o'xshagan faylasuflar Suqrot, Aristotel, Platonni totalitar tuzumining otalari deyshadi. Voy, itoat degan uchun. Yo, itoat uchun. Itoat emas. Gap itoat emas. Aristokratik boshqaruv bor. Ommaga ishonmaydi, xalqlarga ishonmaydi. Bir tarafdan to'g'ri, ko'pchilikda bilim yo'q, demokratik bo'lishi mumkin emas degandek gapda asos bordek, lekin bu totalitar tuzum uchun, totalitar sinflar uchun asos beradi. Tushunyapsizmi? Chunki Platon haqiqatda mana endi kommunistik tuzum bilan
Yaqinroq joyini ana endi aytaman. Sizga farqini ochib berdim, yaqinroq joyini aytaman. Buni Goncharov uni gapirmaydi. Goncharov maqsadi piyesani o'tkazish. Tushundingizmi? Demak, haqiqiy bir insonparvarlik, bir qonuniylik, vatanparvarlik tushunchalar orqali u o'zini ishini bitiryapti. Goncharov. Xuddi Kriton. Goncharov bu Kriton. Propaganda bo'lyapti-yu, oxiri manipul bo'lyapti. Yo'q, kimni manipul qiladi? U xalq emas-ku, uni maqsadi odamlarni ishontirish emas, uni maqsadi senzorlardan o'tkazish piyesasi. O'sha senzorlarni manipul qilyapti. Endi qiladi-da, totalitar tuzumda uni manipulyatsiya qiladimi? Bu uni hammasi bir-birini manipulyatsiya qilib yuradi. Oxir oqibatda Platon o'ylagan mana shunaqa davlat, mana shunaqa polis u bir-biri bilan manipulyatsiya qilishga olib keladi. Bu narsani Ksenofont Sparta haqida yozgan asarida ochib bergan. Spartani go'yoki maqtagandek bo'ladi-ku, lekin undagi shunaqa tuzum aslida korrupsiyaga, korrumpirованный deydi, korrupsiyaga berilib ketgan tuzumligini va bu narsa tabiiylik, muqarrarligini ko'rsatib juda chiroyli uslubda. Aniq aynan shunaqa deb yozmagan. Buni oxirgi xulosalarda ko'rasiz bu narsani. Ksenofontning uslubi pozitiv ruhda yozadi. Lekin uni satr ostida, satrda boshqa narsa nazarda tutadi. Tushunarli? Men bu kim haq, kim nohaq haqida gap emas. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Bo'lgan narsa endi hozir Platon haqida gapirmoqchi edim. Demak, Platonning g'oyasi bo'yicha yuqorida faylasuflar yoki donishmandlar boshqarish kerak, unga askarlar itoat qiladi, askarlardan donishmandlar ko'tariladi va bular mana shunday bir piramida, qandaydir bir tuzum, bir polisni boshqarish kerak degan g'oyani shu davlat kitobida ilgari suradi. Tushunyapsizmi? Bu yerda ezilganlar, proletariat, boshqa unaqa narsa yo'q. Endi lekin Platonning davlatida ham tenglikka o'xshagan bir qanaqadir tushuncha bor. Mayli, hozir shunga kirmaymiz. Двойной buxgalteriya masalasida. Leo Strauss degan faylasufa o'tgan. 20-asrning oxirlari 90-yilda o'lgan shekilli, ana shu aytadiki, qadimiy kitoblarni, shu Platonni bo'lsin, Aristotelni bo'lsin, Machiavellini bo'lsin, kimni bo'lishidan qat'iy nazar, Gobbs bo'lsin, boshqasi bo'lsin, satr orasidan satr o'qish kerak, orasidan ma'noni o'qish kerak. U ko'p narsani ochiqchasiga fikr bildirisha olmagan. Ya'ni qandaydir bir yashirinch ma'nolarni ham kiritib ketishgan. Shu yashirinch ma'noni ochishimiz kerak. Chunki ommaga bitta informatsiya beriladi, xos odamlarga boshqa informatsiya beradi. Ezoterik va egzoterik. Suqrot buni Ksenofontda ham ko'rish mumkin, Platonda ko'rish ham mumkin. Suqrot o'zining xos shogirdlariga bitta gapni gapiradi, umumiy odamlarga boshqa gapni gapiradi. Umumiy odamlar bu faylasuf bo'lmagan yoki keyinchalik elita bo'lmagan odamlar. Bu o'sha apologiyasidagi, suddagi, maydondagi odamlar va shu bilan birga Kriton. Ya'ni aytmoqchiki, Leo Strauss aytmoqchiki, Kritonga aytayotgan gaplari hammasi omma uchun aytilgan gaplar. Xoslar uchun butunlay boshqa narsalarni o'rgatgan deydi. Xoslar uchun nimani o'rgatganligini faqat Platonning falsafasini satrlar orasidan chiqarib o'qish kerak. Ksenofontda ham shu satrlar orasidan olib chiqib o'qish kerak deydi. Va bu narsani to'g'ri yoki noto'g'ri demaydi, balkim to'g'ri yondashuv deb biladi. Chunki agar bu yondashuv bo'lmasa, bizga falsafiy asarlar yetib kelmasdi deydi. Demak deydi, endi Leo Straussni ham shundan uni izdoshlari xulosa chiqarishadiki, Leo Straussni ham falsafasini satrlar orasidan satr qilib o'qishimiz kerak deyshadi. Leo Straussning ta'siri shunaqangi katta bo'lganki, Amerika universitetlarida o'zi Isroillik emas, Yahudiy, Isroilda ham bir ko'p leksiyalar o'qigan. Amerikaning neokonservatorlari bundan ko'p narsa olishgan deydi. Shu jumladan Bush, Cheney, Rumsfeldlar odamlarni aldab Iroqda ommaviy qirg'in qurollarini ishlab chiqaryapti, ommaviy qirg'in qurollarga ega, yadro quroliga ega, ximiya
kimyoviy qurollarga ega deb da'vo qilishgani yolg'onligi boshidan ma'lum. Lekin omma uchun bu yolg'onni aytish kerak edi. Bu Straussian yondashuv shunaqaki, agarki siyosat uchun, siyosiy maqsad uchun, siyosiy manfaat uchun foydali bo'ladigan bo'lsa, omma uchun bir gap, oslar uchun boshqa gap. Va bu siyosiy falsafaning asosi deb Leo Strauss ilgari surgan. Va bu aynan mana shu pozitsiyasi uchun juda ko'p tanqid qilinadi va uning izdoshlari ham tanqid qilinadi. Va hozirgi zamonda qorong'u ma'rifat deb yangi paydo bo'lgan yo'nalish va bu yo'nalishning izdoshlari MAGA tarafdorlari va shuningdek Rubio, Vance va boshqa odamlar aynan mana shu falsafiy yo'nalishda, Straussian yo'nalishda fikrlaydigan mutafakkirlarga ergashishadi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, bu falsafiy asarlarga nihoyatda diqqat bilan, zakiylik bilan murojaat qilish kerak, e'tibor berish kerak. Va undagi shu Suqrotning bo'lsin yoki boshqa faylasufning o'rtasida gaplaridagi qandaydir ziddiyatni ko'rayotgan bo'lsak, bilishimiz kerakki, bu ziddiyat bekorga emas. Bu g'alatilik bekorga emas. Qandaydir bir maqsadni ko'zda tutgan. Qayerda samimiy va qayerda samimiy emasligini biz hamisha ham bila olmaymiz. Albatta, bir tarafdan Suqrotning siymosi bir qandaydir bir hurmat talab qiladigan bir faylasuf, u axir qo'rqmasdan, qo'rqmay bila turib u o'limga o'zini falsafasining himoyasi uchun harakat qildi, kurashdi. Bu hurmat talab qiladi, lekin qanchalik u samimiy bo'lgan o'zining gaplarida. O'zining siyosiy qandaydir bir loyihasi bo'lgan. Demak, nafaqat Kritonda ikkilamchi buxgalteriya bor, двойной buxgalteriya bor, afinaliklarda. Afinaliklar bir tarafdan uni o'limga hukm qilishyapti, boshqa tarafdan u qamoqdan chiqib ketishini istashyapti. Suqrot bir tarafdan Kritonga qonunni hurmat qilish kerak, davlatni hurmat qilish kerak degan o'ta konservativ g'oyani aytayapti, sudda bo'lsa butunlay boshqacha gaplarni gapiryapti. Bu shunaqa g'alatilik joylari hayotda ko'p. Edward Kreyg shunga ham e'tibor beradi. Endi yana kommunistlarga qaytadigan bo'lsak, kommunistlar ham xuddi shu narsadan foydalanishgan. Karl Marx bo'lsin, Lenin bo'lsin, Engels bo'lsin, ya'ni haqiqiy ortodoksal kommunistlar Sovet degan tushunchaga ishonishmagan. Uni qabul qilishmagan, sho'ro. Chunki Sovet tarkibida, sho'ro tarkibida kimlar boshqaradi, kimlar ishlaydi? Partiyaga a'zo bo'lmagan odamlar, partiyaga a'zo bo'lgan turli partiya vakillari va partiya vakillari bo'lmagan odamlar u yoki bu masala ustida sho'ro qilishadi. U yoki bu yo'nalish ustida sho'ro qilishadi, sovet uyushtirishadi. Va mana shu sovetlar hamma narsani tepasida turish kerak. Bu anarxistchik qarash aslida. Bu narsani albatta Platon, Aristotel, Suqrot hech qachon qabul qilmasdi, lekin mana shunday lekin Afina demokratiyasi bu narsani qabul qilardi. Demak, sho'roviylik, sho'ro bo'lishi, sovet bo'lishi. Ammo kommunistlar nima uchun sovet so'ziga ko'p e'tibor qaratishdi? Odamlarni shunga ishontirish uchun. Aslida sovetlar ilgari surayotgan narsa nima? Bolsheviklar ilgari, kommunistlar ilgari surgan nima? Partiyaning hukmronligi. Partiya boshqarish kerak odamlarning ustidan. Partiya bu maxsus ideologiya, maxsus uslubga, maxsus qonunlarga, maxsus qonunlar emas, balkim siyosiy harakat, siyosiy ustavga, nizomga ega bo'lgan odamlar toifasi, ular ma'lum bir sinf uchun xizmat qiladigan toifa. Partiya boshqaruvi bo'lishi kerak. Proletariat ezilgan sinfni yetaklaydigan narsa mana shu intellektual va kuchli irodaga ega bo'lgan partiya yetaklaydi. Sho'rolar emas, sovetlar emas. Ammo bu g'oyani ommaga aytib bo'lmaydi. Ommaga singdirib bo'lmaydi, omma tushunmaydi u partiya nimaligini. Nimaga bu qandaydir bir toifa, qandaydir partiya bizni boshqarish kerak. Omma uchun tushunarli narsa shu anarxistlar ilgari surgan narsa. Sho'ro, sovet, Turkistonda ham odamlarga bolsheviklar nimani istayapti desa, sho'roni istayapti desa, sho'ro degan so'z tushunarli, kengash degan narsa tushunarli. Demak, omma uchun bitta dastur, omma uchun Sovet sotsialistik respublikalar ittifoqi aslida partokratiya.
Mana shunaqa двойной buxgalteriya, ikkilamchi buxgalteriya deb men shunaqa bir iborani ishlataman. Aslida falsafada juda ko'p uchraydi bu narsa. Ayniqsa siyosiy falsafada ko'p uchraydi. Ayniqsa siyosiy falsafada. Shuning uchun bu mavzular unaqa oddiy mavzu emas. Shuning uchun matnlarni diqqat bilan, sharh bilan o'qish kerak. Endi oxirida Huzayfani To'xtamurod savollari tana mavzusi haqida bu Prezipopeya misoliga Prezipopeyaga misol o'laroq bir kishining suhbatini aytgan edim. Men keltirgan misolni yaxshi tushunmadingiz shekilli. Anglamadingiz. Boshqatdan tushuntirib beraman. Prezipopeya argument qilish, uni isbotlash uslubidan tashqari bu tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ya'ni insonning qandaydir bir axloqiy tushunchalarini uyg'otish uchun vosita. Agarki sen do'stingga, senga xizmat qilayotgan do'stingni ustidan chizib, unga zarar yetkazish noto'g'ri bo'lsa, nima uchun tanangga shunaqangi uning tili yo'q, zaboni yo'q, unga shunaqa zarar yetishini bilasan. Mening tanam, mening ishim deb javob berasan. Qanchalik axloqiy bo'ladi deb savol berilyapti. Albatta vijdon, agar vijdoni bu narsani qabul qilsa, haqiqatan vijdonan olib qaraydigan bo'lsa, do'stga yomonlik qilish, tanaga yomonlik qilish xuddi bir narsa deb bo'lsa, albatta bu narsani argumentni qabul qiladi. Yo'q, menga bunaqa analogiyani keltirma, menga prezipopeyani keltirma. Men shu badanimga chizaman, men shu narkotik qabul qilaman, men shu bir narsalar kesaman, jarrohlik qilaman, tilimni ikkiga ajrataman desa, bo'ldi. O'zi uchun bu narsani to'g'ri deb bilsa, nima deya olasiz? Hech narsa deya olmaysiz, bilganini qilaveradi. Lekin Suqrotning uslubi nima? Suqrotning uslubi qandaydir asos bilan kelishib olib, to'g'rimi yoki noto'g'rimi, prinsiplar asosida kelishib olib, keyin argumentini keltiradi. Xuddi shu ota ham farzandi bilan qandaydir prinsip ustida oldin kelishib oldi, do'stiga yomonlik qilish mumkin emasligi haqida va shu narsani tanasiga qandaydir o'zgartirish kiritish bilan bog'ladi. Farzand yoki bunday bog'lash noto'g'ri va bu yerdagi analogiya ishlamasligini isbotlab berish kerak edi yoki qabul qilish kerak edi. Bo'ldi, tamom. Shuning uchun boshqa inson bu narsa normal deb hisoblasa, bu to'g'rimi? Nima deganingiz bu to'g'rimi? Nima deganingiz? Agar bir inson o'zi uchun narkotik qabul qilish yoki badaniga bir qanaqadir bir og'ir jarohat yetkazish to'g'ri deb hisoblasa, bu to'g'rimi? Meni fikrimcha bu noto'g'ri. U ham o'z ishonchidan kelib chiqyapti-ku. Ishonchidan kelib chiqyapti va nima xulosaga kelyapmiz bu yerda men tushuna olmadim, to'g'risini aytsam. Prezipopeya shunchaki bu uslub, bu vosita. Agarki u farzand aytsa, to'g'ri aytyapsiz, do'stga yomonlik qilib bo'lmaydi, lekin men ishonaman, men shu badanimda shunaqa o'zgartirishni qilmoqchiman deb ishonsa, bu gap tamom bu yerda. Hech narsa ota hech narsa qila olmaydi. Ota faqat urinib ko'rdi shunaqa uslub qilishga va natijaga erishdi. O'shaning uchun e'tirozingiz, men uncha to'g'risini aytsam, uncha tushuna olmadim. Balkim noto'g'ri tushungandirman. Bu prezipopeya ishlatganda albatta har kim 100% qabul qilish kerak, hamma qabul qiladi degan gap emas-ku bu. Bo'ldimi? Boshqa izohlar, gaplar yo'qmi? Shu bilan yakunlaymiz. Jamoaviy chiqishlar boshqa bo'ldi. Bu oxirgisi, sinab ko'rdik. Videoni ham qilib, keyin uni joylaymiz. Odilxonga ham rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr.